Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Pidayla ekranındaki Qur'ondan nazar programmasininki ko'rmanlari hammalarniki mushu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Ustoz qanday ahvolar, yaxshimi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Yaxşı Allah şükür Baraka. özünüzü turuplar. Xudoga shukr. Hozir hamda shu Qur'ondan nazar programmamizning 73 soniga keldik. Bizning bu Ahmetcan Pidayi qarindishimizning pidayilik bilan hem siziningmi vaqtlari hem zihinlerini taqdim qilishlari bilan programning 73 songa kelibmiz. Bugun hamda Qur'onga asosan jamiyat qandoq bo'ladi degan asos tema, cho'ng tema shu. Buning tarmoq hamda savollar tug'iladi bu temaning atrofida. Endi jamiyat din nuqtasidan qandoq bir hukm, Qur'onda jamiyat haqida qandoq tavsiyalar bor? O nimani asos qilib quriladi? Nimani maqsad qiladi? Onu təşkil qılğıcı amillar qaysilar? Onunda yaşayotganlarning qandaq huquqi va majburiyatları bor? Jamiyat bo'lish kerakmi yoki bo'lmasimi bo'lamdi? Biz uchun qandaq bir jamiyat barpo qilish eng muvofiq, eng ideal deb qo'ydik, eng muvofiq. Onun uchun qandaq shartlarni hozirlashimiz va bedellantirishimiz kerak? Yani deganga o'xshash savollar. Yani şu küçük suallarını çöğürdigen Allah'da bizge Kur'an bizge sunulan cemiyet düşüncesi şu doğruluk bir mulahaza kılıp ötsek. Bolu nayet yaxşı bir tema bu ama bu nayet çoğun bir tema. Lekin bunu intayin kıska ve halkımızga nayet özü amalının berçe bir oңay düşündüğün bir yol bilen düşündürüşüne maksat kılımız. Estağfirullah. Aslında bu Kur'an asoslangan vaqtida Qur'on qandoq jamiyatni qurib chiqishni maqsad qiladi degan bir yerga yig'inchoqlandi bu. Qur'onga asoslansak, qandoq jamiyat qursak, Qur'onniki prinsiplarga uyg'un, Qur'onning muddaosiga, Qur'onning oxirgi nishonlariga va Qur'onning maqsadlariga uyg'un bir jamiyat qurgan bo'lamiz deb şunun özünü düşündürmekçi. Hem de cemiyet degan bu kelime üstü toxtalsak, cemiyet bir xalqniki toplanish nemasining o'zini toplanishining o'zini ko'rsatadi. Bir jamoatniki jamoat kelimasiniki bir turi. Ya'ni xalq toplumi degan ma'noni bildiradi. Toplashib yashaydigan bir jamoatniki yoki bir xalqniki ahvolining o'zini tushundirdi endi mana shu vaqtida. Mana mushundaq bo'lgan vaqtida bir qancha ming, bir qancha million yoki insonlar bir territoriyada yashagan vaqtida Qur'oni Karim u jamiyatda qandaq narsalarning bo'lishini, qandaq narsalarning bo'lmasligini, u jamiyatdagi insonlarning huquq masalalarini bayon qiladi. Şu arqılıq oniki ahırda çıqağın yakuni qandaq bo'lib chiqadi. Bunun özünü bugün Xudoyim bo'lsa nəhayət qısqa bir yol bilan xalqimizga sunishga tirishimiz. Qur'oni Karimda birinchi kishilik huquq nəhayət ko'p o'rinlarda tilga ilindi. Kishilik huquq degan vaqtida misol g'ayvat qilmaslik, bo'hton chaplamaslik, zina qilmaslik, o'g'irlik qilmaslikdan tortib nurg'unlagan o'z cheklamalar o'tirib qo'yildi. Bularning hammasi insonlarniki haq huquqiga tajovuz qilmaslik shartiga asosan
qo'yilgan prinsiplar hisoblanadi. Masalan, g'iybat qilishning o'zimi bir insonniki g'iybatini, yomon gapini qilish, u yana bir insonniki huquq doirasiga yoki uniki inovat, yuz obro'y doirasiga hujum qilganlik bo'lib, buni Qur'oni Karim cheklaydi misol. Bo'hton chaplashmi shundoq, zina qilishmi bir o'zi birsiniki yuz obro'yini to'kishga o'xshash, uniki huquqini dafsanda qilish ishlarini cheklaydi. O'g'irlik qilish deymiz, haroq ichish deymiz. Misol, haroq ichgan vaqtidami o haroqning o'zi o odamning o'ziniki yuz obro'yini va jamiyatdagi o'zi buzg'unchiliklarning o'zini qalaymaqonchilik chiqarish ishlarini o'zini keltirib chiqargan bo'lg'achqa, misol boshqa insonlarning huquq doirasiga hujum qiladigan, tajovuz qiladigan bir faoliyatni keltirib chiqaradigan narsa bo'lganligi uchun Qur'oni Karim bunday narsalarni cheklaydi. Hem de insanlarniki huquq doirasini Alloh taolo mushundaq o'zi ko'plagan hudud deydi bunun o'zini chegaralar bilan bekitgan. Ya'ni sen gap qilsang bo'ladi, yan bir odamnikini xap qildigan o'zi nimaga o'zi chegaradan ya'ni o'tib yan bir odamniki o'zining doirasida gaplarni qilsang bo'ldi, lekin yan bir odamniki doirasiga o'tib ketadigan nimadagi shakldagi gaplarni qilishga bo'lmaydi. Yani ben özemdeki balca akıllar doğruluk gaplarni qilib andaq o'qityapman, mandaq o'qityapman, balalarım andaq aya görüp geldi, maya görüp geldi degende gaplarni qilsak yoki men ashni qilyapman desem, u bo'laverdi. Ama ikkinchi bir odamniki huquq doirasiga kirib, uning o'zini boshqalarga yomon ko'rsatadigan yoki u odam qilmagan ishning o'zini qildi deb bo'hton chaplash orqali insonlarning oldida yüz obro'yini to'kadigan mundaq o'zi ishlarga Qur'oni Karim qarshi turdi va uni cheklaydi. Yani her qanday ishda yemek içmekten tatip, kiyim kechakdan tatip, taki gap so'z, harakatga qadar insonlarga erkinlikni beriklik Qur'oni Karim, ama o erkinlikni ma'lum o'zi chekkichilik, yani o'ziniki doirasi ichida harakat qilish erkinligini beriklik. İkinci bir insanniki huquq doirasiga, harakat doirasiga kirgan vaqtda uni ikkinchi bir insonniki haq huquqiga tajovuz qildi degan qatorda uni Alloh taolo cheklaylik va bu odamlar yomon ish qilgan, yani tajovuzchilik, boshqa insonlarning haq huquqiga tajovuz qilish orqali yomon ish qilgan qatorda Qur'oni Karim bunday tasvirlaylik va uningga dunyo va oxiratda jazo belgiler. Yani dünyada öz o adamniki xalqni aldı rasvo bo'ladigan qiyomat kunisi Alloh taolo uning qarta jazo beradiganligi haqida bayon qildik. Yani jamiyatda yashayotgan bütün insonlarniki o'xshash holatda yüz obro'yini saqlash, mol mulkini saqlash, o'zining hayotini saqlash va o'ziniki doirasida so'z qilish, e'tiqod bir narsaga e'tiqod qilish qilmaslik bunda huquqqa ega. Ama ikinci bir tarafını aytgan vaqtda ikinci bir insonniki e'tiqodiga, yuz obro'yiga, mol mulkiga, hayotiga tahdid selish, u doiraga kirishning o'zini Qur'oni Karim nima deydi desa, boshqalarniki haq huquqiga tajovuz qilganlik deb qaraydi. Yani. Onun uchun bu yerda bir insonniki misol bir dinga kirgan bo'lsa, voy falon mandaq dinga kirib ketib qolibdi, u andaqga, mandaqga deb uning o'zini haqoratlashga Qur'oni Karim yo'l qo'ymaydi. Va boshqa, yani islom diniga kirgan bo'lsa-mu, u odam xolab kirgan bo'lsa, uni Alloh taolo maqtabmi ketmaydi. Yani o adam yaxshi qildi deydi, ammo o'zi maqtab ketmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u kallasini ishitish orqali Qur'oni Karim buyurgan shu ishlarni xolos. Ama ikinci bir insonniki huquq doirasiga kirmaslik bu nihoyatda cho'ng o'zi Alloh taolo belgilagan bir hudud deb hisoblanadi. O haqda Qur'oni Karimda misol Sura An'amdagi 108-oyatida وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ degan mush oyatning o'zidami insonlarniki, yani o'zi diniy haq huquqiga tajovuz qilishniki gunoh bo'lganligini, buning o'zini Alloh taoloniki cheklaganligini
mushu oyatning o'zida bayon qildi. Ya'ni bir guruhniki yoki bir odamniki yoki bir jamoatniki yoki bir millatniki nima huquq, ya'ni diniy e'tiqodiga hujum qilish, u diniy faoliyatlarni qildigan yerlarga hujum qilish, uni haqoratlash, u millatni haqoratlagan bo'lib, u o'ziniki huquq doirasidan chiqib, ikkinchi bir insonlarniki, ikkinchi bir xalqniki huquq doirasiga hujum qilganlik deb hisoblaydi Qur'on. Buning o'zini Alloh taolo advan big'ayr ilmin deb o'zi oxirsida deydi. Buning o'zi nima degan vaqtda umi o'zi uni bilmaganligi uchun dushmanlarcha uningga o'zi hujum qiladi. U vaqtda orliqda bir tarafdan Allohniki dini, ya'ni Alloh haqoratga uchraydi. Ikkinchidan u orliqda, ya'ni ikki millat yoki ikki xalq yoki ikki jamoat orasida yoki ikki shaxsiy orasida kichiklatgan vaqtida bu o'zi ziddiyat paydo bo'ldi. Onun uchun bu insonniki qizil turklar degan nimasi nima asosan qizil siziq deydigan gap bor bu haqniki. Her bir insonniki aslında qizil siziq bo'ladi. Shu qizil siziqdan boshqa bir inson tajovuz o'tgan vaqtida u yerda o ikki insonniki yo ikki jamoatning yo ikki xalqning o'rtasida bir o'zi ziddiyat paydo bo'ladi. U yerda o'zi cho'ng'i kelgan vaqtida qon to'kilish, uşaqlara kelgan chog'da orliqda shunday uşaq ziddiyat bilan avj oladi. Uning uchun Alloh taolo dunyoda insonlar, yana bir inson, yana bir insonning yo bir jamoat, yana bir jamoatniki huquq doirasiga, diniy e'tiqod doirasiga hujum qilishni cheklaydi. Yana Qur'oni Karim millatiga, yani yuqorqi oyatniki mazmuniga asosan buniki bir nimasini xulosani chiqarib o'tay. Yani bir odam bir dinga kirib, shu dinniki ko'rsatmasi bo'yicha ish harakatni qilganligining o'zini, bo'libmi islom diniga kirib, u odam islom dinini ko'rsatmasi bo'yicha ish qilishining o'zini Alloh taolo yaxshi deb qaraydi. Ammo boshqa bir dinga kirib, u dinni ko'rsatmasi bo'yicha ish qilgan odamning o'zini Alloh taolo u ishni qabul qilmaydiganligini Qur'oni Karimda ham bayon qiladi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimda boshqa hamma dinlarniki xato bir din ekanligini, faqat to'g'ri dinniki islom dini, ya'ni Qur'on ko'rsatgan islom dini ekanligini, insonlar agar dinga kirmoqchi bo'lsa, islom diniga kirsa dunyo va oxiratda ziyon topmaydiganligini Qur'oni Karimda bizga bayon qiladi. Ikkinchisi millat. Yani bir millat, yani bir millatni masxar qilish. Bir millat, yani bir millatniki har xil huquq yoki har xil o'zi e'tiqod yoki har xil madaniyat sohalariga hujum qilish, masxar qilishning o'zi bu Alloh taolo cheklagan bir ish hisoblandi. Yani bu haqda Qur'oni Karimda Sura Ali Imronniki 64-oyatida Ya eyyuhellezine amenu la yaskhar qavmun an qavmin asa yakunu khayran minhum ve la nisaun min nisain asa yakunna khayran minhunna ve la telmizu enfusakum ve la tenabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ve men lem yetub fe ulaykumuz zalimun degan mush oyatning o'zida bayon qiladi. Yani bu nima degan vaqtida bir millat ikkinchi bir millatni masxar qilmasin deydi Alloh taolo. Yani her milletniki o'ziga xos alohidligi va o'ziga xos madaniyati, urf odati va o'ziga xos o'zi diniy e'tiqodi bo'ladi. Uning o'zini biznikiga o'xshamaydi-ki, biznikiga o'xshamaganligi uchun u xato. Yoki bizning madaniyatimizga o'xshamaydi-ki, undaq bo'lgandan keyin u madaniyat nihoyat tuvan bir madaniyat deganga o'xshash o'zini ko'kka ko'tarib boshqa millatlarning o'zini masxar qiladigan, uni kichik sanaydigan, haqorat qiladigan va uning o'ziga takabburlik qiladigan mundaq ishlarning o'zini Qur'oni Karim nim qildi desa to'sadi. Ya'ni bir millat ikkinchi bir millatniki milliy kimlik, milliy urf-odat, milliy madaniyat sohalariga, diniy e'tiqod sohalariga hujum qilishi, uni masxar qilishi Qur'oni Karim to'sildi. Nima uchun degan vaqtda u o'zi u millatniki bir to'plamniki huquq doirasiga hujum qilganlik hisoblandi. Uning uchun Alloh taolo bu yerda nim qiladi desa, bir millat ikkinchi bir millatniki huquq doirasiga kirish,
o bir milletke hücum qilganlik bu hesaplandı. O zulüm bu qarılıdı. Zulümün her kandığı Kur'an-ı Kerim'de çekilindi. Yani wala nisaun min nisain asa ayyakunna khayran minhunna degenin özümü ayallarning özünü mesxar qılmasın. Yani bu degenlik nima? Erlarni, ayallarni, cemaatni, milletni mundaq mesxar qilishga bo'lmaydi. Çünkü her millet özüneki alayidigi, özünün milli kimlik dairesi içinde yaşaydı. O millet için özüneki şu nesilleri çıraylık göründü. Şu ayetinin özümü şu 5 tarafı ba her kandak milletke biz şu milletniki qilgan işini çıraylık göründüğün aşında halet yarattık. Ma yuqorqi ayettin bakimine kezalik zeyyenna li kulli ummetin emelehum. Her kandak milletke o milletniki özüneki qilgan işi yoki özünün qilayotgan işleri nim bo'ladi desa çıraylık göründü. Çıraylık görüngenligi için onun özünü yaxshi ko'rdi. Bir millet özüneki yaxshi ko'rgan narsani ikkinchi bir milletniki og'izdan oniki o'zi nachar narsa ekanligini yoki nim qilib uni haqoratga uchirsa, bu millet xafa bo'lgan gap. Shuning bilan ikki millatning orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimda milli kimlik ve dini itiqat sahasida her insan, her millet öz milli kimlik dairesinde çın turuş ve şu milli kimligini yani milli örf adet, milli medeniyeti sahasının özünü terak kıldırış, öz milletini suyuş bu nayet yaxşı bir güzel iş. Ama öz milletimni söyledim. Öz milletime hizmet kıldım de oturup başka milletlerini hakaretleş bu öz cinayet hesaplandı. Yani başka milletke hürmet kılış, başka milletniki hukuka hürmet kılış, onun medeniyetine, örf adetleriga hürmet kılış ve özünükini yaxşı görüp özünükini terak kıldırış bu Allah Teala yol koygan prensip. Bu hesaplandı. Muş prensip dairesi içinde hareket kılışını Allah Teala halaydı. Yani o'zi başka milletlerge laqam qo'yish, başka milletlerin özüne her xil o'zi yomon ismlar bilan atash, bularning hammasi nima degan vaqtida o boshqalarga zulm qilganlik hisoblanadi. Va man lam yatub fa ulaykumuz zalimun deganning o'zimi kimki bu ishidan yanmasa, o insonlar o'ziga o'zi zulm qilgan insonlar bo'ladi. Yani bu nima deganlik degan vaqtida bir millet yoki bir inson yan bir milletga yoki yan bir insonga haqorat qilgan vaqtida qandaq u o'ziga zulm qilgan bo'ldi desa, u insonni yenib uningga haqorat qiladi. Qilgan vaqtida u boshqalar qilgan zulm o'ziga yanadi, shuning bilan o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ldi. Yani bizde bir gap bor, poq chalmasdan o'zingga chiraydi degan. Naq ashunga o'xshash bir gap endi. Qur'oni Karim yana milletler arasında misal bir memlekette yoki bir toplumning içinde her xil millet birga yashaydigan ish bo'lsa, o vaqtida o milletlerin içinde hüküm qilgan vaqtida qanday hüküm qilish kerak degan vaqtida Sura Niso'niki 58-oyatida innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va iza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum bihi innalloha kana samiyan basira degan mush oyatga asosan insonlarning orasida adolatli hukm qilishning o'zini o hukm qilgan odam bir millet o'z milletiga yon besib hukm qilmasdan u yerda adolatni tarozi qilish lozimligini Alloh taolo buyurdi. Shuning uchun bu yerda bir davlat hozir ham oldimizda davlatimizni qurgan vaqtida qanday qildik ekanmiz degan vaqtda bizniki mamlakatimiz nurg'un millatlar birga yashaymiz. Shu millatlarning orasida adil bo'lishimiz, hamma millat bir-biriga hurmat qilib yashaydigan bir inoq bir jamiyat qurish bu Qur'oni Karimniki insoniyatga qilgan bir o'zi buyrug'i, tavsiyasi hisoblanadi. Endi agar shundoq bo'lmagan shart asida bir millat ikkinchi bir millatga haqorat qiladigan, bir dindikilar ikkinchi bir dindikilarga hujum qiladigan,
Muşundaq özü bir cemiyet bo'lib qolgan chaqatcho degan vaqtida Alloh taolo sura Anfalniki 39-oyida va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basir degan mush oyatning o'zida bayon qildi. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun. O qarşılıq göstərətqan insanların qarşılığı tügən qədər, toxtuğan qədər sizlər özü körəş qılınlar. Və yakuna dinu kulluhu lillah. Barlıq din Allah üçün bolğan qədər körəş qılınlar. Yəni bir millət ikinci bir millətə hücum qılmaydigan, bir dindikini ikinci bir dinə hücum qılmaydigan. Çünki tarixdə şu millətçilik bilan dinçilik insaniyyətin beşiğə bala olub gəlganligi üçün Allah Taala bu yerdə dinçilik bilan millatchilikning o'zini qattiq cheklagan yani. Millatini suyish, dinini suyish yuqori degandek nihoyat go'zal bir ish. Ammo u millatimni so'ydim, dinimni so'ydim deb o'tirib boshqa millatga haqorat qilish, zulm qilish va boshqa dindikilarga haqorat qilish, zulm qilish bu o'zi Qur'oni Karim yo'l qo'ymagan bir ish. Shuning uchun va yakuna dinu kulluhu lillah deganning o'zi barliq din Alloh uchun bo'lgan qadar kurash qilinadi. Bu nima degan gap degan vaqtda dünyada neçe min xil din buluşunu qat'i nazar o dinni Allah'a havalı qilgan qadar. Yani ben Müslüman bo'lgan şart Müslüman bo'lgan Müslüman buluş şartım bilan yana ikkinchi yana meni qo'shnim masalan Hristiyan yoki Yahudi bo'lgan bo'lsa, uniki Yahudi dinini qabul qilganligi, Hristiyan dinini qabul qilganligi o'zining ishi, u Allohga havola u. Allah onu bitirib qildi. Mening ishim emas, u Alloh bilan u odamning o'zining ishi. Meningmi o'z islomni qabul qilganligim, mening bilan Allohning aramdagi ish. Uning uchun bu yerda men uniki diniy e'tiqodga asosan uning men o'zi haqorat qilishimga bo'lmaydi. Degan bundaq bir o'zi holat kelgan qadar Alloh taolo nima deydi? Qatiluhum, kurash qilinglar deydi. Ya'ni bir davlatda bir davlat qurilgan vaqtda u davlat qonunlarni bekitish orqali hech qanday bir dindikilar ikkinchi bir dindikilarni haqorat qilmaydigan, bir millat ikkinchi bir millatni bo'zaq qilmaydigan mundaq bir inoq bir jamiyat quringlar deydi. Endi davlatniki misol Payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida qurgan davlatning o'zimi shu davlatni tasvirlagan kitoblar deydi. Laysa shuyu'iyya va la rasmaliyya degan bir iboralarni keltirganligi esimda bor. U nima degan gap degan vaqtda u davlat sotsialistik davlat emas, kapitalistik davlat emas. Bunun o'zi ma'lum bo'ldiki, Payg'ambar alayhissalom zamonasida Baytul Maldan atrofidagi o'zi g'arb musofir, baljaqiliq o'zi tul ayollar, qiyarchurlar, uşaq balalarga shu Baytul Maldan o'zi ayndaq ta'minlab oyda bo'lmasimi, vaqtida shunday ta'minlab ashlarning o'zini beqib qilganligi tarixiy kitoblarda va rivoyatlarda nihoyat ko'p uchraydi. Buning o'zi nima degan vaqtida hozirgi misol shu g'arb davlatlarida misol sotsial demokratik davlatlarda ashunday qildi. Bir odam kelgandan keyin o ish topqich orliqda uni beqib turdi. Balla 18 yosh kirgichilik o'zi pul berib turdi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomning qurgan davlati mushqaqlarga shu g'arb davlatlariga bir o'rnak bo'lgan yani. Bunda biz nurg'un misol deydi, g'arb veribdikin ashqaqniki o'zi qurib olgan tuzumning o'zini din qilib oldi degan manda qarqo'saqlar bor-da. Payg'ambar alayhissalomniki Abu Bakr Umarning zamonlaridagi shu tarixning o'zini o'qisa, Payg'ambar alayhissalomniki nima shu o'zi yana Madidik 10 yil, bu ikkisiniki zamonasidagi 12 yilning o'zini hisobga vaqti 22 yillik jarayon mana shundaq o'zi bir davlatniki davlatni tasvirlaydi yani. Bundan o'zi ma'lum bo'ldiki, bizniki alqi tapqalı tepiye verib, tapamaganlar açlıqdan öldügan mundaq o'zi bir tuzumni Qur'oni Karim yani qo'llamaydi. Shuning uchun bu yerda sura Tövbening 60-oyatida innamas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin vel amilina alayha vel muallafati qulubuhum ve fir riqabi vel gharimin ve fi sabilillahi ve ibnis sabil
Farizaten minallah vallahu alimun hakim degan mush oyatning o'zidimi mushu o'zi yo'qsullarning o'zini bayon qilib o'tgan. Ammo bu yo'qsullarniki hech bir zaman milliy kimlik yoki diniy e'tiqod sohasini bayon qilmagan Qur'oni Karimda. Biz bundan bilib olamizki, bir davlatning ichida qandaq bir odam, mayli u qandaq dinga e'tiqod qilgan bo'lsin, mayli qandaq bir millat bo'lishidan qat'iy nazar, qandaq bir insonniki shundaq o'zi iqtisodga ehtiyoji bo'ldi ekan, uning o'ziga uniki iqtisodiy qiyinchiligini hal qilish o'zi shu davlatniki yoki shu davlatning ichidagi insonlarniki o'rtaq majburiyati degan gap. Yani bir adam öz kafir olsa, o kafir olganı ölsün o açlıktan deyiş, o İslam dininde çeklengen bir iş. Yani bu nimdeydi diye vakıda, qandaq adam buluşunu qat'i nazar, yani qaysi millet, qaysi dinge itiqat kıldıgan buluşunu qat'i nazar, onun insanlık noktasını öze çıkış qıp durup, onu insan, məmi bir insan dev olturup, onun öze iqtisad cihetten, yani her cihetten öz yardım beriş, bu o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan bir yo'l. Ya'ni faqatla musulmonlarga yordam qilishga bo'ladi, boshqa dindagi insonlarga yordam qilishga bo'lmaydi. Arabga yordam qilishga bo'ladi, boshqa millatga yordam qilishga bo'lmaydi degandek bundaq narsa asla Qur'oni Karimda mavjud emas. Ya'ni Allohning oldida butun inson o'xshash. Hech bir inson yana bir insondan o'zi yuqori emas, ham tovan emas. Hamma insonni Alloh taolo o'xshash yaratgan, o'xshash huquqni yaratgan. Shuning uchun har bir inson o'ziniki huquqi uchun kurash qilish va boshqalarning huquq doirasiga o'zi hujum qilmaslik bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama, bir chegara. Buningdan o'zi tajovuz qilib o'tish Alloh taoloning hududiga, Alloh belgilagan hududga tajovuz qilganlik bu hisoblandi va bu odam o'ziga o'zi zulm qilganlar qatoridan hisoblandi. Yanıma o Kafirun suresindeki 1. ayetin 6. ayetilik aralıktama Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la antum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma abettum ve la antum abidun ma a'bud lekum dinukum veliyedin degan muş ayetinin özdümü. Allah Teala nimdeydi degan vaqtda her bir insan o'ziniki e'tiqodi bo'yicha nimaga ibodat qilgan bo'lsa ibodat qilaversin. Bu yerda oxirgi natija hamma odamniki diniy e'tiqodi o'ziga degan prinsip kelishni Alloh taolo buyurdi. Ya'ni bu yerda yuqorida biz masalan Qur'oni Karimga asosan jamiyat qandoq bo'ladi, yani Qur'oni Karim qandoq jamiyat qurishning o'zini maqsad qiladi. Yoki Qur'oni Karimning maqsadiga asosan jamiyat qandoq bo'lishi kerak degan bu savollarga berilgan javob nima degan vaqtda burungi darslarda bu sohada to'xtaldik. Allah Teala Qur'oni Karimda İslam dininin o'ziniki o'z insonlar tushirgan bir din ekanligini va mush dinning o'zini insonlar qabul qilsa undan rozi bo'lganligi haqida al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dina degan o'sha oyat orqali bizga tasvirlaydi. Bu nima degan gap degan vaqtda insonlar hech bir zaman dinsiz yashamaydi. Bir prinsipni bir ko'z qarashni u qabul qilish kerak. O qabul qilmay turib, uning sirtida yashamaydi yani. Yoki o'zi kommunist bo'ladi, yoki kapitalist bo'ladi, yoki bilim bo'ladi degandek ashundaq bir xil o'zi tuzumga tushadi. Yoki xristian bo'ldi, yo yahudi bo'ldi, yo musulmon bo'ldi degandek. Alloh taolo shu yerda bayon qilgan narsa nima degan vaqtida sizlar agar qabul qilmoqchi bo'lsanglar bir o'zi bir ideologiyani yoki bir dinning o'zini qabul qilmoqchi bo'lsanglar, eng to'g'ri din mush islom dini. Mana mushni qabul qilsanglar, bu vaqtda sizlar bütün her sohada o'zalniki huquq doirasi olsun, hamma sohada buningda ashunday huquq berilgan, her sohada o'z insonlarniki qadr qimmatlariga qarta to'liq o'zi o'rin berilgan bir o'z din deb insonlarga ashunday tushundirdi. Yani başka dinning o'zi, yani Yahudi dini, Hristiyan dini olsun, öz vaqtida Musa alayhissalom, İsa alayhissalom tushirilgan vaqtida islom diniga o'xshash bütün huquqlar berilgan din bo'lgan bo'lsa-mu, lekin keyingi zamonlarda uniki nurg'un yerlarning o'zi
o'zgartirib qilingan bo'lg'achqa, o kitobning asl nusxasini tasdiqlaydigan kitob Qur'oni Karim bo'lg'achqa, yani Alloh taolo u yerda bizga deyotadiki, Qur'oni Karimga sizlar amal qilsanglar, islom diniga kirsanglar, uni qabul qilsanglar, u vaqtda sizlar dunyo va oxiratlik baxt saodatga ham erisha olasizlar. Chunki bu yerda nima bor degan vaqtda islom dinini qabul qilgan odam Allohga ishonadi. Allohga ishongan inson qanday bo'ldi degan vaqtda bütün insonlar Allohning oldida o'xshash ekanligini his qiladi. Allohning oldida bütün inson o'xshash degandakinlar, u yerdagi narsa nima deganda, u diniy e'tiqod yoki milliy kimlik u o'zi insonni boshqa insonlarga hurmat qilishdan to'sib qolmaydi. Ya'ni men bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan bütün dunyodagi boshqa millat bizniki millatimizni tuvan deyishim o'zi butunlay xato degan gap. Bundaq deyishimni Alloh taolo cheklaydi. Ammo men Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Uyg'ur millatini yaxshi ko'rishim, uni sevishim, uning o'zi Uyg'ur millatim uchun o'zi xizmat qilishim, uniki haq-huquqlarini qo'lga keltirish uchun kurash qilishim, u mening tabiiy o'z haq-huquqim bo'ladi. Uni Alloh taolo qo'llaydi. Va lekin men millatimni kurash qildim. Millatimning madaniyatini yuksaltdim. Yuksaltish uchun kurash qilaman deb turib, boshqa millatlarni haqoratlash va boshqa millatlarning o'zini so'kish bu Qur'oni Karimniki o'zi millat nazariyasiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Alloh taoloning bütün insonlarning o'zini o'xshash qilib yaratganlik nazariyasiga ham to'g'ri kelmaydi. Yana o'zi Sura Al-Imron'daki 64-oyatida bir bayonotni qiladi Alloh taolo: "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illalloh va la nushrika bihi shay'an va la yattakhiza ba'duna ba'zan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi annana muslimun." degan şu bayonotni berdi yani. Yani Peygamber Aleyhisselam bu sözünü deyatadi. Allah'tan başka hiç qanday bir insonga ibodat qilmaslikda. Yani Allah'a itoat qilish, Allah'ning farmonlariga itoat qilish va boshqa hech qanday bir inson Allah'ning o'rnida boshqa insonlarga farmon tushirish huquqi bo'lmaslikdan iborat bunday prinsipda o'xshash bo'lgan shunday bir prinsipga, yani insonlikda o'xshash bo'lgan bir prinsipga وَلَا نُشْرِكَ بَعْضُنَا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve bir kısmımız, yani bir kısmımızın özünü çoğ tutuş, yukarı görüş, yoki öz ilahlaştırış bo'lmaydiganlikdan iborat. Yani bunun öz nemini bildirdi? Ayetning bütün mazmuni hamma inson o'xshash Allohning oldida. Yani şu Allah'la ibadet qilish hammamiz o'xshash, hem o'zi Allohning oldida bütün o'zi insoniyat o'xshash degan mush so'z kelinglar. Deb Alloh taolo payg'ambar efendimizga mana mush so'zning o'zini deylik. Bu nima degan gap degan vaqtida qaysi din, qaysi mazhab va qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar Allohniki maxluqi degan bu kategoriyada bütün insoniyat o'xshash va o'xshash huquqqa ega degan gap. Şunun için bu yerda bir inson, yani bir insondan o'zini cho'ng tutish, bir millat, yani bir millatdan o'zini cho'ng tutish va bir millat, yani bir millatni ezish, bularning hammasi nima degan vaqtda Alloh taoloniki barobar yaratish o'z prinsipiga xilof. Bu bir masala. Ikkinchi bir tarafi o'zining huquqiga tortib olingan bir millat o haqoqini tatib olgan millat qarshi, yani şu millatdan haqoqini elish uchun kurash qilmaslikning o'zi ham bu o'ziga o'zi zulm qilganlik. Yani Qur'oni Karimda "Ve men lem yetub fe ulaikumuz zalimun" degan oyatniki bir taraf oshnaga mangadi. Yani bir millatni ezgan millatmi zolim, ammo ezgan zolim millatga qarshi
onun zulmünü to'xtatish uchun, o'zining haq-huquqini elish uchun kurash qilmagan millatmi cho'q degan vaqtda, umi o'ziga o'zi zulm qilgan bir millat bo'lib hisoblanadi. Yani bu yerda savo degan kelimaning o'zidilla uningdan eshib ketmasakmi, yana bir millatdan ashunga o'xshash darajadagi haq-huquqimizni elish har bir insonning va har bir millatning cho'disa haqqi va huquqi. Uning uchun kurash qilish Alloh ko'rsatgan bir yo'l, o'zining haqqi va huquqi uchun kurash qilganligi hisoblanadi. Shuning uchun bu vaqtda buningga kurash qilmagan, buning uchun kurash qilmagan insonlar o'ziga o'zi zulm qilgan insonlar bo'lib hisoblanadi. Yuqorqi oyatlarga, yani nurg'ulg'an oyatlar va Qur'oni Karim misol shaxsiy haq-huquq, jamoat haq-huquqlariga o'xshash nurg'ulg'an haq-huquqlar va uningdan keyin mushu innama jazaa'ul lezina yuharibunalloha degan bir oyat olgan. Sure özü Maide'deki 33. ayeti innema jazaa'ul lezina yuharibunallaha ve rasulahu ve yes'un fil arzi fasada en yuqattalu ev yusallabu ev tuqatta aydihim ve arjuluhum min khilafin ev yunfawna minel arzi zalike lehum khizyun fid dunya ve lehum fil ahireti azabun azim. Degan bu oyatning o'zidimi Allah'niki qo'ygan prinsiplarga qarshi chiqqan Allah'ның degandan yani bu yerda va rasulahu deganning o'zidan yani Allah'ның payg'ambari o'tirib qo'ygan. Allah'ның payg'ambari nimani o'tirib qo'ydi? Alloh taolo'niki ebagan vahiysidan iborat o prinsiplarning o'zini o'tirib qo'ydi. Shu prinsiplarga qarshi chiqqan va yas'avna fil arz va uningdan sirt qarshi chiqib qolmasdan o zaminda fasatning o'zini, buzg'unchiliklarning o'zini terishda aktiv bo'lgan. Bundaq insonlarning o'zini insonlar Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha o'ltirildi, darg' esildi va putqul chapraz kesildi va uning tövündeki turma jazosi, iqtisod jazo, eyiblash jazosi qadar vatandaşlıktan chiqarib etishdan tortib, bütün o'zi surgun qilishdan tortib, bütün ash jazolarni qas to'g'ri kelsa, shu jazo berildi. Yani bu nima degan bo'ldi desa, bir millatni yoki bir jamoatning o'zini xalq ko'chiga boshlab, u millatning o'zini ozdirib, ashundaq o'zi u millatniki haq-huquqini qo'g'daydiganning o'rniga u millatga ziyonkashlik qilib, millatni xalq ko'chiga boshlagan, fasod tergan bundaq insonlarga berilgan jazoning o'zini Alloh taolo mush oyatda o'zi bayon qilyapti. Buniki yuqorisi cho'ng o'z jinoyatlardan o'zi nimqon bo'lsa-mu, tövüne nima degan vaqtda hattoki g'aybat shikoyat o'tirdi so'zlash orqali insonlarni qalaymaqan yo'lga boshlashdan tortib, ashlarning hammasini o'z ichiga oladi. Buning hammasi nima degan vaqtda dunyoda insoniyat dunyosining o'zini qalaymaqonlashtirib, bir insonni yana bir insonga yoki gunohsiz yoki orliqda hech qanday ish bo'lmagan bir insonlarga hujum qilishga epmangadigan, millatni qalaymaqon yo'lga boshlaydigan, bundaq so'zlarni qildigan insonlarningmi qanday jazolanadiganligi haqida Qur'oni Karim ochiq bayon qildi yani. Yani demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtda jamiyat mana o'tgan haftada bir gaplar bo'lib ketdi. Sekulyar degan bir so'zlar. O bizniki bir qism odamlarimiz bizniki yoshlarniki sekulyarlashib ketayotganligi to'g'riliq shunday bir gapni qildi. U nihoyat o'zalqi o sohada to'liq bir ma'lumot ega bo'lmagan bir insonlarniki gap bo'lib qoldi. Sekulyar deganning o'zi bir jamiyatga qaratilgan narsa. O jamiyatda insoniyat jamiyati sekulyar bir holatga kirish deganni bir-biriniki diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan, bir-biriniki evini aşmaydigan, bir millat ikkinchi bir millatniki milliy kimlik doirasiga hujum qilmaydigan shunday bir inoq jamiyatning o'zini qurishining o'zini, o'sha inoq jamiyatniki shakllanishini sekulyar deydi yani. Sekulyar bir jamiyat deb qaraydi. Qur'oni Karim mana naq shunday sekulyar bir jamiyatni qurish
Qur'oni Karimdagi g'oyasi bo'lib hisoblanadi. Yani hech bir boy deganga o'xshash, agar kirmoqchi bo'lsang, agar o'zi bir dinga kirib, dunyo va oxiratda nijot topadigan shunday bir dinga kirma desang, islom diniga kirsang, shu eng yaxshisi. Agar kirmasang, boshqa bir insonlarniki diniy e'tiqodiga hujum qilish va kaza ishlarni qilmasang lozim. Bir-biringlarni hurmatlashib, bir-biringlarniki milliy kimligi, diniy e'tiqodiga hurmat qilgan asosda o musulmonga, ma xristianga, ma o'zi ahli sunnatga, ma shiaga deb bir-biringlarniki diniy e'tiqod va mazhablarni o'zi bana qilib, uni ayblab, uni haqorat qilmasdan, u yerda u narsalarning hammasi o'zimizning shaxsiy ishi, uning o'zining ishi, bizning o'zimizning ishimiz. Orliqda biz insonlik nuqtasini bu yerda chiqishib yaxshi o'tishimiz kerak deganni asos qilgan holatda insonlik jamiyati, ya'ni mana shu vaqtda Maşu Abdülaziz Beştoğrak qarindishimiz najih deydi, insonlik davlati deydi. Aşna insonlik jamiyatini qurishni Alloh taolo desa Qur'oni Karimda yani buyurdi yani. Asla bu yerda hamma odam musulmon bo'lmagan qadar uni o'lti, chop deydigan, uni dushman tut deydigan bundaq narsa Qur'oni Karimda asla mavjud emas. Agar uni mavjud desa Qur'oni Karimni tushunmagan, Qur'oni Karimning maqsadini o'zi hech bir zaman o'zi tafakkur qilib yetolmagan bir insonlar bu hisoblanadi. Shuning uchun bu yerdagi Qur'onniki o'zi jamiyat, ya'ni Qur'on qanday bir jamiyatni qurishni o'zini maqsad qildi degan vaqtda har inson o'ziniki diniy e'tiqodiga amal qilish huquqiga ega va boshqa millatlarniki yoki boshqalarniki diniy e'tiqodiga hujum qilmaslik shart qilindi. Her millet o'ziniki milliy kimligi, milliy urf-odatlarini suyish va uning uchun xizmat qilish va uni taraqqiy qildirish huquqiga ega. Va boshqa millatlarniki milliy kimlikka, e'tiqodiga va madaniyatlarga hujum qilish, haqorat qilish huquqi Qur'oni Karimda yo'q ham cheklangan. Boy deganga o'xshash. Shuning uchun o'zi bu Qur'on qanday bir jamiyat degan vaqtda bir davlatning ichida, masalan Turkiyaga o'xshab bir davlatni misol olsak, necha o'nlagan millat bir Turkiya territoriyasida yashaydi. U yerda nima kerak degan vaqtda butun millatlar o'zining milliy kimligini e'tirof qilgan holatda, o'z millatiga xizmat qilgan holatda davlatning qonuniga bo'ysungan shart ostida qilsa bo'laverdi degan gap. Ama o yerda sen boshqa millat yoki sen boshqa dindagi millat deb o'tirib, uningga haqorat qilish va uni hujum qilish Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tamoman zid keladi degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda hozirgi men o'ylaymanki, dunyoda eng o'zi ilg'or bir jamiyat Qur'oni Karimdagi shu maqsad qilgan Qur'oni Karim ko'rsatgan bu jamiyat shakli agar o'z dunyoda qurilsa, dunyodagi eng ilg'or, eng go'zal shunday bir jamiyat bo'lib chiqadiganligiga to'liq o'z ishonchim bilan qarayman. Chunki Qur'oni Karim u qadar yani go'zal bir narsani, go'zal jamiyat shaklini, jamiyat intizomining o'zini o'tirib qo'ygan. Nurg'on odam deydi, uni da qaraq ichish va kaza uning o'zini nimish cheklaydi deydi. U boshqa insonlarniki huquqiga tajovuz qilish sabab bo'lgan va ba'zanlari ochiq-oshkor tajovuz qilgan ishlar bo'lganligi uchun har odam Tayyip Erdo'g'on gibini jiqaroq deymiz. Haddingni bil degan bir gap bor. Had deganni o'zingizning huquq doirasini bil degan gap. Har odam o'zining huquq doirasini bilish lozim va huquq doirasida xizmat qilishi, gap qilishi lozim. Va boshqalarning huquq doirasiga hujum qilish, u boshqalarning haqqiga, huquqiga hujum qilganlik hisoblanadi. Bu vaqtda inson haqlariga odatdagi ma'vu hozir xalqarodagi nimani hisob qilgan vaqtda inson haqlariga xilof qilgan bo'ldi. Qur'oni Karimda yana o'xshashli shu inson haqlariga tajovuz qilgan bo'ldi. Bu Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha xatolik o'tkazgan bo'ldi va buniki jazosi bo'lishi lozim. Eng oddiy bir jazo uni ayplash jazosi yoki iqtisodiy jazoga o'xshash jazolar asl davlat bo'lsa ashuni o'zini ayndaq jazolagan vaqtida u o'zi odam bo'ladigan gap odamda. Shuning Qur'oni Karim buningga mush oyatning o'zida eng tövni
eyplash jazosini tortib yuqurisi yani o'zi onun ölüm jazosi qadar. Yani shunday jazo. Chunki bir adil bir davlatni vayron qilayotgan narsa bu gap, arliq pishni pasat teriydigan narsa shu gap bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin u gapniki cho'ng kichiklikka eg'ir yeniklik qarta shunday jazoni berish Qur'oni Karimda belgilangan. Mana mushularga asosan Qur'oni Karim qandaq bir jamiyatni qurishni maqsad qildiki deb o'zi mushu sohada izlanayotgan insonlar bo'lsa, Qur'oni Karimdagi jamiyatga qo'ygan prinsiplarga, shartlarga butunlay qarab chiqsa, o'g'il qilmaslik, zina qilmaslik degandek mushu hamma qilmaslikning o'zini hammasini bir yak yig'ib kelgan vaqtida Qur'oni Karim qandaq bir go'zal bir jamiyatni qurishni insonlarga tavsiya qilayotganligi, insonlarga buyurayotganligini shundan bilib oldi yani. Yani yig'ib aytgan vaqtda Qur'on o'ttirib qo'ygan jamiyat shakli hozirgi dunyodagi qurilgan jamiyatlarniki eng go'zali. Yani hozirgi dunyoda agar Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan jamiyat o'ttirib chiqsa, dunyoda uningdek bir jamiyat masalan o'ttirib chiqmasligi mumkin. Bu qadar yani bir go'zal bir jamiyatning o'zini Qur'on o'ttirib qo'ydi va insoniyatning o'zini men mushundaq bir jamiyatni qurib, ashundaq yashashning o'zini desa tavsiya qiladi yani. Buyurdi yani. Bu vaqtda hech bir inson yani bir insonga mayli o'zi vijdoniy jihatdan, mayli o'z axloqiy jihatdan bo'lsin, mayli moddiy jihatdan bo'lsin, hech qanday zulm qilmaydi va boshqalarga uni zulm qilmaydi. Ya'ni zulm qilmaydi va zulm qilinmaydi. Shundaq o'zi yashash bu Qur'oni Karim insonlarga buyurgan bir ish. Bir odam bizda to'la deyildi o narsa biz mazlum millat davrida odam ba'zi vaqtlarda xijlim bo'lib qoldi bunday gaplarni qilishga. Bir millatniki mazlum bo'lishi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda u millatniki o'zi kelgan shu zulm qarshi kurash qilmaganligidan bo'ldi. Biz odatda kurash qilyapmiz deymiz. Shu namoyish qilayotganligimizni hozir u yerga berib dat to'kib, bu yerga berib dat to'kib, u yerga berib Xitoyning g'aybatini qilib, ma yerga berib Xitoyning g'aybatini qilib yurgan ishimizning o'zini cho'ng bir o'zi kurash qilayotgandek his qilamiz. Yo'qning o'rnida bo'lyapti endi bu ishlarning o'zi. Aslida buningdanmi cho'ng Xitoyning o'zini rasmiy o'zi tizlandig'idek darajada ishni qila olgan bo'lsak, u vaqtda bizning haqqimiz ham huquqimiz to'liq o'zi asliga keltirilgan bo'ladi. Endi buning o'zini hozir dunyodan talab qilyapmiz, o'zimiz harakat qilmayapmiz. Undaq bo'lgandan keyin bizda ashni qartaydigan bir qism insonlar vatan ozod bo'lsa deydi. Vatanni ozod qilsak deydigan insonlarniki undaq og'izdan undaq o'ngay narsa chiqmaydi. Bunun o'zini ozod bo'lsa bo'ldi deganning o'rniga vatanni ozod qilsak degan gapni yodilsak, ashni qalbimizga singdirsak, texmi go'zal bo'ldi. Va shuning qarta o'zi kurash qilish, o'zimizning butun haq-huquqini o'zini elish va Alloh murod qilgan o'zi nihoyat go'zal bir jamiyatimizning o'zini vatanda qurish bu bizniki orzuimiz, g'oyamiz bo'lishi lozim. Yani Qur'oni Karim shunday bir go'zal bir jamiyatni qurishning o'zini barliq insonlarga yani o'zi tavsiya qiladi. Xo'sh. Allah razı olsun. Bu hem de cemiyet bu cemiyet kandak cemiyetli kuruş ya kanda devlet kuruş bu doğruluk bu İslam elge dini bizning vatanga kelishdan burunmi neçilgen devletlerini kurup cemiyetlerini kurup başka milletlerge başka nimelerge örnek olan bir Uygurlar şuların ecdadı bizim diyor. Evladımız yani şu ecdadınki. Bu doğruluk bundan izlenip yazılgan kitaplar mı var mesela Farabi'ninki Penziletlik şehrinin ailesi edigen kitabı belki dağınlak hem de şu. Ondan başka Kutat Kubelik yine başka nurgun kitaplar var hem de şu. Şuna
biz meyuslanmay, bizge Araplarning rivoyatiga asosan başka bir cemiyetni, başka bir devletni o'ylamasaqmi, Qur'onga asosan sizlar degandek, shundoq sekülerizm dese, seküler dese, bular başkalar onu düşman nazarida tushunadi. Bu siyosal islom yoki biz Hizb-i Tahrir deymiz, yani başka teşkilatlar zaten bu demokratiya, bu seküler din devletini ayırış, din başkalarının devletinin siyasetiga, başka işler aralashib olmaslik deganlarni bu qat'iy to'g'ri emas. Din aralash kerak deb oxiri devletning yoki hukumatning qilgan gunohlarini oxiri haq dindan ko'radigan ashda biya bo'lib, ayda bir natija bo'lib, undagi haq dindan so'ydigan, Allah'dan şikayet qilgan, Allah'a insanlarninki yüzdeki hatalıkni yoki hata tadbiqlarni İslamga ve Allah'a nima qiladigan, Allah'dan ko'radigan shundoq hata nimalar yakunlarni chiqaradi-da. Şunga yaxshi o'rganishimiz kerak. Bu devletçilik, cemiyet nimelerini özümüz yaşayotgan cemiyetninki ahvalini tushunishimiz kerak, ularning tillarini yaxshi bilishimiz kerak. Shunda bo'lgan chaqda texmi yaxshi bir o'rnak bo'lib, vatanimizni tezroq ozod qilish uchun qadamlarimiz tizilishi mumkin endi. Şoň bu arky döwlet qurgan wagtydymı Allah Taala bu ýerde İslam döwleti kursa, o döwletniň etini İslam koysa, bütün döwletniň içindeki insanlaryň hemmisi İslamny kabul kılmasa, onu öldürüp atsa diyen toğruluk hiç kanda Kur'an-ı Kerim'de bir ferman yok. Nime üçün digen wagtda Peygamber Aleyhisselam kurgan döwletniň özüdimi döwletniki kanun ve prensipleri Kur'an-ı Kerim'deki prensipke asaslangan bolsumu, lekin o ýerde kurulgan döwlet nim boldy diýen wagtda onun içinde Yahudiler mi ýaşaýdygan, müşrikler mi ýaşaýdygan, Müslümanlar mı ýaşaýdygan, aşındaq özü bir ortak bir döwlet boldy. Bu döwletde Allah Taala ahir nim digen diýen wagtda qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bunun özüne Mekke'ni fetih qilgan wagtda düşken bir ayetli misal. Mekke fetih qilish jarayonlarida düşken ayet. O nima diýen wagtda bütün dindikilerinin hemmisi o din biz bilen Allah'ın arasındaki iş. Bu cemiyette men Müslüman yoki biz Müslüman toplum, özü Müslüman nima kafir yani müşrik toplum, anın özü Yahudi toplumu dep bir-birisine karşı turgan bundaq işlarning özünü qısan bolmaydy. Şu karşılıkning özünü boldy. Mening dinim özemge, sizning dinim özenge degan özü köz qaraş boyunca hem adam özünün dini özüge qatarda bu yaşagan kadar, şundaq yaşaşning özünü qabul qilgan kadar sizlar köreş qilinglar deydi. O nima köreş qilinglar deydigan vaqtda o qarşılık tügümese köreş tügümeydi degan gap. Qarşılık tügändan keyin köreş tügeydigan gap. Mesela Peygamber Aleyhisselam Mekke'ni fetih qilgan vaqtda Ebu Sufyan'a şu Mekke'ni fetih qilgan kunisi degan gap var. Şu tarix kitabını oqsam adam ko'rdi ashuni o'zini. Belki Muhammed Aleyhisselam tercüme degan kitapdan bo'lishi mumkin. Ebu Sufyan'a sen bir Allah'a işindiğin vaqt kemmidimi o diye vaqtda Ebu Sufyan nima deydi? O bir Allah'a işindiğin nima? O bir qancha ilah bo'lgan bo'lsa o'ylashib baqatdim deydi. Yani burun tatip o nurgulluğun ilahlarga işinip kelgen bo'lg'achqa bir qancha ilah bo'lgan bo'lsa uni o'ylashib baqatdim, lekin men o bir ilah deganiga endi men ishonmayman deydi mi gapning mazmuni. Şu vaqtda Peygamber Aleyhisselam menamiz deb qilishini chiqirib, lekin beshini epil tashlatmadi o'sha. Beshini ep tashlatmay, ertesi uçurgan vaqtda Ebu Sufyan meniki Allah'ın elçisi ekenligimni e'tirof qildigan vaqt kemmidimi degan vaqtda onun gibi kichkina gumonim bo'lgan bo'lsa, sizniki Allah'ın elçisi ekenligiga qarta kichkina men
gumon qilgan bo'lsam, o'sha mo'yindoq bo'lgan bo'lishi mumkin deganga o'xshash. U vaqtda men o'ylashib boqatdim deydi. Demak, bu yerda sizniki Allohning elchisi ekanligiga men ishonmayman degan gap endi. Allohning bir ekanligiga ishonmayman degan gap, o bir kun burun degan gap. Müşahid yana nima deydi degan vaqtda payg'ambar alayhisalom va man dakhalahu kana amina degan bir o'zi kelima bor shu vaqt degan. Kimki mush Abu Sufyonniki diyoriga kirsa, u odam amin bo'ladi deb boshada shundoq o'zi jakalaydi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda uningga bir to'g'ri narsani deb beqish yoki bo'lmaydi o'tirib qo'yib beqish u to'g'ri bir ish. Ammo u yerda kirmagan vaqtda voy kafir, voy murtad deb uning o'zini tillab haqoratlash degan vaqtda u jinoyat hisoblanadi. Mayda hozir biz Qur'onga ishinib, Qur'onni o'tirib qo'yganligimiz uchun bizga murtad murji deyotdi. Payg'ambar alayhisalom hatto Alloh payg'ambarga ishonmagan insonlarni hech qanday yaqinmoqlik. Tamam, o dini e'tiqod o'zanga, ammo hokimiyatga bo'ysunsa, topshirgan bojni vaqt topshirsa, davlat o'zi nima desa shuni o'zini qilsa degandekin u mushriklarning hammasi tamam. Biz o'zimizning diniy e'tiqodni qilish sharti bilan aslida hokimiyatga bo'ysunimiz deylik. Shu yerda masalan 90% shu butun o'zi Makka, Madina, uning atrofidagi Payg'ambar alayhisalom keyingi zamonda o'zi 50 necha qabilni shu nima qildi endi birlik keltiribdi. Shu 50 necha qabilning hammasini hisoblagan vaqtida shu yerda o'zi musulmonlar shuning ichida ya 10% ya 15% egallaydi. 15% yetmaydi. Hozirgi ana xabarlarda tadqiqot natijalarida misol 1000dan 1500 gachilik musulmonning borligi shu vaqtda musulmonning bo'lganligini bayon qildi. Men 10 ming 15 ming odam bo'lishi mumkin deb o'ylaydim. Lekin unday emas-ku, 1000dan 1500 gachilik. O demakki u Arab yerim aralda shu vaqtda eng to'g'an bo'lsa 100 ming odam bor deydi. 56 qabildan 100 ming odam bo'lsa. Demakki 1,5% odam musulmon degan gap. Shu 1,5% odamning hammasi 1,5% odam musulmon, qolgan 98,5% insonning o'zini sen islomni qabul qilmasang o'ltirmas demagan shu vaqtning o'zida. Hammamiz tamam birga yashaymiz. Davlat qilsa bojni topshirsizlar, davlatning qonun prinsiplariga yo'l qo'yib, hurmat qilasizlar, uni amal qilasizlar. U vaqtda diniy e'tiqodning o'zanligi. Hamma odamniki yahudlarning diniy e'tiqodi o'ziga, mushriklarning o'ziga, xristianlarning o'ziga, musulmonlarning o'ziga. Hech kimni din sababidan o'zi haqorat qilish bo'lmaydi degan prinsip bo'yicha yashaydi. Bu bizniki kelajakda quradigan davlatimizga nihoyat o'zi yaxshi bir nim bo'ladi endi. Kelajakda biz davlatimizni qurgan vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda u yerda diniy talash-tortish sababidan chiqadigan o'zi jadallarning oldini olishga to'g'ri keladigan gap. Bu vaqtda qanday oldini olamiz degan vaqtda hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga. Hech bir odam, yani bir odamniki yoki bir to'plam, bir jamoat, ikkinchi bir jamoatning diniy e'tiqodiga hujum qilish haqqi yo'q. Yoki boshqa dinliklarni haqorat qilish haqqi yo'q. Hamma o'zing dinni o'zingga deb bilsa va davlatning qonuniga bo'ysunsa degan shart ostida davlatni ma'durlagan gap, taraq qildirgan gap. Ishqa olgan vaqtidami Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha amonatni ahliga beringlar degan oyatning o'zidami nima deydi degan vaqtida masalan innalloha ya'murukum an tu'addul amonat ila ahliha degan oyatning o'zidami amonatni ahliga beringlar deganning o'zi buni bir musulmonga beringlar yoki xristianga beringlar yoki yahudiga beringlar yoki mushrikka beringlar degan bir ibora yo'q. Kimniki salohiyati shu ishni qilishga to'shsa ashnaga beringlar degan gap. U qaysi din, qaysi mazhab, qaysi o'zi millat bo'lishini qat'iy nazar bizning vatanimizda, misol vatanni mustaqil qilgandan keyin vatanning ichida yashaydigan yerlik millatdan shu vatanni Sharq Turkiston davlatining o'zini to'g'ri boshqara oladigan qanday bir inson bo'lsa, asos qonunga asoslanib turib, u shu davlatni boshqarish, davlatni taraqqiy qildirish bu shuning gapniga tushdi degan gap. Masalan, hozir Yevropa davlatlarida Oq olamdı, qara olamdı, seriq olamdı, hech qanaqa ish yo'q.
u shu saylan bel chiqdi aşaga, chiqqandaki shu davlatning qonunini ijro qildi xolos. Ya'ni davlat deganda bundaq narsa endi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda biz tajovuzchilarni vatanimizni ozod qilgandan keyin bizniki o'zi etmoqdigan ishimiz nima desa, diniy jangi jadal, milliy jangi jadalning o'zini mana hal qilishlik usulini Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Mana mushundaq shaklda bir millat ikkinchi bir millatga hurmat qilgan asosda milliy kimlik har sohasiga, milliy madaniyat sohalariga hurmat qilgan shart asosida va bir dinnikini ikkinchi bir dindikilarga hurmat qilgan shart asosida yashasanglar inoq yaşay alaysizlar. Yani bir musulmonniki bir Hristiyan yoki o'zi yoki bir mushrik do'st bo'lishi mumkin misol. Hech qanday bo'lmaydi. Buning o'zi u insonlikda do'st bo'lavergan gap. Bir yak mashinada birga borsa, men bir yana ko'rgandim shu Pokistonliklar turgan yerlikka jaminiki yenida bir chirkov va chirkovning yenida Mao Yahudiniki nimasi var ki? Nima deydi uni? Sinagoga demdi o. Aşındaq bir narsa var ekanda. Hatta butxonim bormi bilmayman yanında dahi. Aşındaq 3-4 tal narsa yo'lni qirib qator sig'ilib turdi-da. Aşağıda o'zi bir mashinadan 2 odam tushib, birisi jami kirib ketyapti, biz yana birisniki nimasi kirib ketdi. Biz yakshanba kuni borgandik. Yakshanba kuni xos ibodat qildikki, bu nimaniki ya Yahudlarmi ya Xristianlarmi birisniki ibodat qilgan vaqtiki. Aşağıda masalan bir mashinada kelib 2 odam Hristiyan. Hristiyan mı? Ya, Hristiyan Yağızlar özü Şen'den Türkçe Müslüman özün camiye kirip namazı okup çıktı. Anın özü mü? Uya kirip biraz ayet kıldıgan ibadetini kıvetip çıkıp yani bir maşında kitip adı da. Allah Teala'nın ki maksat kılan neyse bu neymi diye vakti insanlar müştak yaşaş gerek diyen. Sen dini itikadka bir insanın dini itikadı hücum kılmaysa, bir insanın milli kimlikке, milli örf adetlerine hücum kılmaysa, hem her bir insan yani bir insanın özüne bana okşaş Adem dep özü itiraf kılsa ve şundak hürmet kılsa. Aşındak yaşasan bu dünyada inak yaşayalaysa deyiklik. Mene bu Kur'an-ı Kerim oturup koygan cemiyet. Cemiyet ne demek? Muşundak şekillendiği vakitte o cemiyet inak bir cemiyet o bir hesaplandı. O cemiyet terakki alaydı diyen. Eğer onda olmayan vakitte dinçilik kılıp, milletçilik kılgan vakitte diyen vakitte salahiyetlik bulmagan, layakatlik bulmagan insanların özü o emelinin beşiği keldiğen gap, kelgendekin o layakatsiz insanlar devletini veyran kılıştığın başka nesi yaramaydı. Bir rivayetli olduğun bir iş özünün ehlige berilmegen vakitte kıyametinin kayım buluşunu köt deydiğen. Bu ne diyen gap diyen vakitte? Demek o bir işle o işni bilmeydiğen bir adamın koluğa tutkup koygan ekan, o işinin özünü veyran kılgan gap. O işniki kıyamet kayım bolduğan gap. Bir maşının özünü haydayamaydigan bir insanın koluğa tutkup koysa, o maşını bir yer urudu, maşın tamamen veyran boldu diyen gap. Maşının kıyamet kayım boldu aydı. Demek ki bu yerdeki neresi ne bu diye vakitte? Kim buluşunu katlinizler? O takva Müslüman bolamdı, ya ki Hristiyan bolamdı, ya ki Buddhist bolamdı, o yüzünün işi. Ama onunki devletini başkuruş salayeti var mı yok mu? Bunu sürüştü kılış, halkındaki vazifesi diyen gap. Eğer onunki qaysi mezhep buluşunu katlinizler, o bir adamdaki devletke reis oluş, devletini başkuruş salayeti var olsa, millet onun özüne o dinini, milletini sürüştü kılmasını şunu sayılsa, o devletini o adam arkalık terakki kılgılı bolup diyen gap. Şunun için bu yerdeki nersi neymi o degende Allah Teala'daki Kur'an-ı Kerim arkalık özü bizge vergen yol yoruğuda cemiyet kuruş. Bo'lgan prinsiplarni bayon qilib, mana yuqorqi o'zi prinsiplarga asosan hem dinchilik hem millatchilik qilmasdan o'zi inoq bir jamiyat qurib yashash bu o'zi Alloh taolo bizga maqsad qilgan bir jamiyat shakliga degan gap. Shuning uchun biz hozirgi vaqtda mesela Angliyada bir jamiyatimiz var, yani her devlette jamiyatlar var. Aş jamiyatlarning o'zidimi namoz o'qiyotganda berib, o gap qilmaydi berib, namoz o'qib kelib, yana ishini qilaversa bo'ldi bir jamiyat bir yer yig'ilgan vaqtida o'qimaydiganligi manda qo'yib qarab, mago'yning o'zi namoz o'qimagan fosiq ekan bu deb uningga alayda o'zi ko'zining oqbaqtisini chiqarib unda qilishga hech qanday g'oyat yo'q. Namoz o'qiyotganda berib o'qib kelib yana aşağıda
cemaat yığılgan yerde işlik qetip ketiverse bolavergan gep, okumaydigan okumay ketiversin. O özünün işi, hesabını Allah'a verdi her adam. Şunun için bu yerde cemiyet kurgan vaqtda mı dini cemiyet kuruş bu nihayetde xatarlik bir narsa. Dini cemiyet kuruşunun özü bu milletni ayrımçılık salgan, milletni arasında ziddiyet payda kılgan narsa. Şunun için bu yerde hiçbir zaman dini cemiyet bulması lazım. O dini cemiyet bulmağa vaqtda dini itiqat qilgan adam o cemiyet kelalaydı, itiqat qilmaydiganlarmi kelalaydı. Kelgan hamma inson u yer kelalaydı, u yer o'z birisiyle maslahatlashalaydı, birisidan o'zi birisining maqsadining o'zini tushuna oladigan gap. U yer bir yer kelmasa dinni bano qilib, undan keyin orliq yiroqlashgandan keyin birisini oldiga g'ajaydigan gap. Shundan o'zi cemiyet yani Uygur cemiyeti bulup bizdeki hazırki ahvalımızı misalga alganda Uygurların cemiyeti açtaq narsalarni buzulup ketgan gap. Şuna bu itiqat meselesi bu nazik bir mesele. Onun için her insandaki itiqadı özüge degan prinsip boyunca manga vaqtimizda bu to'g'ri bir meniş oldu. Şu vaqtda biz birlik kela alaymiz. Hiç bir insandaki ibadeti bilen, onun iman itiqadı bilen çatqımız olmasligi kerak. Şu vaqtda biz bir millet sifatida bir yak kelib xizmatimizni qila olamiz. O'rtaq nishonga, o'rtaq o'zi xizmat qilib, harakatimiz yani o'rtaq bo'ldi. Foydasi zo'r bo'ldi yani bu bundaq bo'lgan vaqtda. Xo'sh. Allah razı olsun. Naydi yaxşı bir ders oldu. Adettemde bu sizin diğerlerini düşünemeydiğin insanların bulmuş gerek. Allah kalırsa ayetlerine asasen de öttüler mi şu mezmunlarını? Yeni birisi hem de bu cemiyet adette cemiyetinin berpa buluş için bu aile bek mühim hem de şu. Onunki bir cemiyetin ultişi hem de şu. Şu aile, yaxşı bir aile hemimiz aileni kuruştuğum birin her bir kişi şu üzünü yaxşı terbiyeleş, Kur'an'da yaxşı düşünüş, onun yolculuklarına amel kılış, muşu cihetlerden yine ayrı bir dersi olsa cemiyetini ya o doğruluk sözlenip oldum ya burun. Aile hakkında bir hakkında sözlüdük ama o vaqtda aileniki ayollarning huquq sohasidan bir hakkında to'xtab o'tdik. Ama bu halqi biz az bir qism oyatlar bilan to'xtalyapmiz, ama diniy sohada yani arabcha bildigan qarindoshlar nima qilsa Qur'oni Karimning ichidagi huquq masalasi sohasida misol oyatlarni to'plab akilib jamiyat qandoq bo'ldiki bir o'zi oila tuzumi qandoq bo'ldiki deganlarni tadqiq chiqsa bu texmi yaxshi bo'ladi. Yani yig'ib aytgan vaqtida bu jamiyatniki asosi oila bilan bo'ldi, ammo bu yer nihoyatda eski bir ishlar bo'lyapti bu hozir bizning jamiyatimizda. O nima degan vaqtida bizning oilada ma bolalarim shu Facebook va kaza Twitter shunday narsaga chiqsa, shu murji murtadniki qiz ekansa, oxirida meniki bolalarimga haqorat qilgan mushundaq sharafsiz insonlar buluqliq. Onun sırtında müşahedeki mesela biz arlaşılan elağinlerge aşnalar salamlaşamsızlar, aşna üy görüp çay içemsiz diyende gapni qilgan mundaq o'zi hayvan mijoz insonlar bor. Yani mandaq bo'lib ketdikda insonlarimiz. Asla bir insonga hurmat qildik hali yo'q. Yani o Qur'onni tushundigan asla hali yo'q. Qur'onni tushunmaydi o insonlar. Tushunishni ham xohlamaydigan insonlar mavjud. Yani mushu mandaq o'ylab baqsam mushu o dinde o'qiganlar hamda o'qimagan insonlar ham deyotgan bo'lishi mumkin, lekin o'qiganlarmi deyishcha boshlan o'zini. Bu insonlarni nihoyatda bo'lib men nihoyatda nafrat qilgan o'sha bolalarimning oldida bolalar necha qatim atam o'sha nemaning o'zini o'sha nemada fidoyilar ekranda so'zlayga ashuni o'zini to'xtatib qo'ysangiz qanday bo'ladi degan gapni qildi-ku.
Bu oңay chiqqan narsa emas. Mushu ballig'imiz zulm qilyapti degan gap. Bu qadar yani şerefsizlik bor bizniki aramızda. Hiçbir insan unda to'g'ri narsani o'ttirib chiqarishga bo'lmaydi. Aşı insanların, aşı men molla deb olgan aşı insanların og'zidan chiqsalar u narsa to'g'ri bo'ldi. Misol, mandaq o'yliqda Bizani bu ekranға chiqishdan burunmi o'ylab, o'ylashib oldik eynimizni shu qanday kunga qoldiganligimizni bilib turib chiqdik hamda shu Alloh razı olsun sizdanmi. Bularning dinida, Qur'onsiz musulmonlarning dinida biz murtad deb qoladimiz. Biz qancha azaplansak, biz qancha falokatga uchrasak, ularning duosi ijobat bo'lib, undagi texima huzur oladi-da buningdancha. to'g'ri. Bo'lsa qo'lidan kelsa, ishtikroq bizni yo'q qilib etsa, yaxshi hamda shu. Bu darajada hamda. Hamda salom soatning ishidan masalan o men Abduveli Qarining tabliğ darslarini anglagan. Shuningning birinchi darsida salomni yengla deydi. Bu yerda nima deylik desa, hadisga asosan, rivoyatga asosan, agar 2 kishi, 3 kishi bo'lib qolsa, birisi kafir bo'lib qolsa, uning assalomu alaykum deyishga bo'lmaydi. Deyilganda shu. Hatto shu bir salomnima qisqaligida hamda shu darajada hamda. Birisi namoz o'qimasiga o musulmon emas-ku hamda shu. Bu darajada. Musulmon bo'lmagan odamga biz assalomu alaykum demaymiz hamda shu. Ularning dini. Hem Kur'an-ı Kerim'de ve izâ huyitum fehayyu bi ahsen minha ev misliha degan bir ayet var. Bu nemini bildirir dese, sizlarga salom qilingan vaqtda uning o'qishini, uning yaxshirog'ini yoki uning o'qishini qaytaringlar deydi. Bu nima degan bu yerdagi salom qilingan vaqtda degan vaqtda Alloh taolo ya sizlarga bir musulmon salom qilsa, siz uni qaytaring degan yo'q. Bu yerdan hech qanday bir o'zi muqayyat emas bu kelime. Yani bir insan salam qilsa degan ma'no chiqadi. Bu inson mayli musulmon bo'lsin, mayli Hristiyan bo'lsin, mayli Yahudi bo'lsin. Masalan biz Yevropada ko'ryapmiz. Etganlik chiqqan vaqtimizda matarafda Hristiyan, matarafda Yahudi nemisimiz qo'shnimiz bo'lyapti bizniki. Ikkilisi chiqadigan bizni uchrashib qolsak, good morning deydi. Hem biz onaga cehennem kirdemdik hem de. Biz mi good morning deymiz? Ya onu da yaşayarak gapni qilamiz. Onu da kim bizniki mesela Ramazan bayram, Kurban bayramı qalsa, atayın özü ve az olsun bir atal gülakilip o mana nimenge heytin mübarek olsun deydi misal. O berginde şunda qılatdı men Norvegiya vaqtda şu bir Söndürskovayan degan bir nemada o'ltirgan vaqtda aşağıda shunday yaxshi o'tganlar shu yerlik millatlar vardı. Aşlar bizniki shu nemada Qurban bayram, Ro'z bayramlarimizda shunday muborak bo'lsin deb shunday bir narsani hech bo'lmasa bir gul so'q qilatdi. Bizmi andakin o'zniki ularniki bir bayram bo'lib qolsa bizmi so'q qilamiz. Bir atal gul tutib qo'yamiz. Ularning ko'nglim qildi. Yoki maylalqi bir talalqi atkirklaydigan narsani o'zini yo'llab qo'yamiz. Bu ilqi insonlikda salom deganning o'zini Alloh taolo "Assalomu alaykum" denglar degan to'g'riliq hech qanday bir oyat yo'q Qur'onda. Tahiyya kelimasini keltirdi. Tahiyya degan nima desa, insonlikni tirildirish o narsa. İnsanlar o'rtasidagi munosabatni tirildirish. Shuning uchun o'z salom qiling deydi. Bu jamiyatniki yani insaniyet cemiyetindeki inak ötüş için nayet muhim bir halkılık rol oynayan neyse bu salam. Etkenlik meyil tonuyla, meyil tonmayla birisi işliyotlap, biz müşkünyotlap gidivatkan insanlar çıkıdı. Çıktım aşının gözü, hayırlık etiyen dep, muşkakın tılda dep koyup mağımız. Ulan bizge hayırlık etiyen dep mağadı, misal. Bir belene. Bu insanlıkta bunda oluş gerek. O bir başka dindikini köygen çağda kapımızın türüp, onun uzağda hazır hömüp qarab bunu yevargandek bundaq biz muamelini qilsak, bu insonlikning nasibimizni alanmagan bir inson bu hisoblanamiz. Shuning uchun Qur'onda Alloh taolo nima deydi? Hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga. Yani Alloh bilan u odam o'tirishga uning o'zini aslo jamiyatga, yana bir shaxs bilan o'zining orasiga so'qishga bo'lmaydi degan gap. To'g'ri.
Ya, shuning uchun bu yerda Şoňa jamiyat qurishni Alloh taolo bizga tavsiya qilib, bir-birini g'iybatni qilmaydigan, bir-birini bo'xton chaplamaydigan, bir-birini naslini o'g'ilmaydigan, bir-birini iffat nomusini tegmaydigan, bir-biriniki o'zi diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan, milliy kimlikka hujum qilmaydigan, ashundaq holatdagi bir jamiyat quringlar. Ashundaq qilsanglar, bu jamiyat nihoyat o'zi Alloh taolo maqsad qilgan jamiyat mushu bo'ladi deb buning o'zini bizga bayon qiliqliq nurg'unlagan oyatlarda misol biz ashunaq amal qilgan vaqtida islomiy bir jamiyat ashundaq bo'ldi endi. İslomiy jamiyat bo'lgan bo'ldi shu. Islom degan gapning o'zimi nimani bildirib desa, tinchlik o'rnatish degan gap. Tinchlik o'rnatish deganning o'zi, ya'ni jamiyatga tinchlik o'rnatamiz desak, Alloh taolo qo'ygan ay prinsiplar amal qilgan vaqtda u jamiyat tinch bir jamiyat bo'lib hisoblanadi. Hamma odam bir-biriga hurmat qilib o'tadigan, bir-biriga insonlik nuqtasini yaxshilik qiladigan bir jamiyat bo'lib hisoblanadi degan gap. Ya'ni Qur'oni Karim maqsad qilgan jamiyat mana shunday jamiyat yani. Allah razı olsun. Pidai kardeşim. Assalomu alaykum. Bek yaxshi yo'ritildi. Mening diqqatimni chekkan yoki yo'ritilishi lozim bo'lgan bir tarafi bu jamiyatga aloqador mazmunning. Agar Bayatun Kerim ustoz tushuntirib o'tgandek bir jamiyat barpo qilgan vaqtida, ya'ni hech kimninki diniy e'tiqodi, milliy tanlashi yoki milliy urf-odatlari qatorliqlarga hujum qilmaydigan adolatli bir jamiyat paydo bo'lgan vaqtning o'zida bu insonda munofiqlik bu jamiyat tarafidan dedi ustoz. Ben o'ylaymanki shaxslarga bo'lgan ta'sir qanday bo'ladi desa, agar hech qanday undaq zulm din sebep zulüm qilmaydigan ahvol ostida odam munofiqlashmaydi. İnson bayat namoz o'qiydigan yoki o'qimaydigan misolancha bunda bo'lmaydi. İşte o'xshash bo'lgan bir holat shakllanadi. Shu so'z cho'chakdan zulmning sifatidan odamlar qanday qiladi desa, niqoblanishga majbur qiladi. Bu chog'da bu niqob odamga nima qiladi desa, bu dunyolikda opirdi, dunyolikda opirdi. Shunday tarafini men bir nima qilib qoldim. Muşahda eğer siz tafsil nim qilalaylar, shu nuqtasida bir ishga kelimiz so'zlar deb paslar. Shu Qur'oni Karimda misolda Sura Baqaraning qancha oyatiki aniq esimda yo'q, ammo la ikraha fid-din qad tabayyana rushdu minal g'ay faman yakfur bit-tag'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wusqa degan oyatlar bor. Bu oyatning o'zi nima degan vaqtda təbliğ qilishni Alloh taolo bizga yani haqiqatni insonlarga yetkazishni bizga buyurgan bo'lsa-mu, lekin yetkazishni chekini ham belgilaganda, sen yetkazsa, eng yuqori chek yetkazish bilan cheklandi. Ammo uni nerasiga o'tib, insonlarni uni zo'rlash qilib bo'lmaydi. Sen haqiqat bilan botil ikkisi aniq oshkora ashada aniq o'zi o'tirdi, aniq bo'ldi. Sen insanlar onu aniq tushuntirib qo'yding, bu yeterli bo'ldi degan gap. Endi bizda degan vaqtda boy deganga o'xshash, birisi namoz o'qimas, uni hurmaydigan, namoz o'qimadi deb uning uyiga bormaydigan, bundaq ishlar bo'lgandan keyin millat sil deganga o'xshash qanday bo'ldi deganda, uyda namoz o'qimaydi. Yoki odam yo'q yerda namoz o'qimaydi, jamoat boya kelgancha namoz o'qiydi. U nima uchun degan vaqtda bu jamoatning nazaridan tushib qolmaydi. Yoki o jamoat o'lgan vaqtda meniki namozim kelmay qolmasin. Yoki meniki bu namoz o'qimagan bir tark salat deb meniki o'z do'konlarimda bir narsa olmay qolmasin degan o'xshash har xil niyatda dinga bo'lgan samimiylik tamoman tugab, hamma narsa yasalmoq o'tgan gap. Shuning uchun bu yerda narsa nima degan vaqtda ikkinchi bir odamniki har odam o'zi yaxshi odam bo'lishning o'zini o'ziga bir vazifa qilish, ikkinchi bir odamga faqat to'g'ri niyat qilib qo'yish, ammo yaxshi odam bo'lish qo'niga faqatla bir tavsiyada bo'lsa yetarli bo'ladi, ammo uni haqoratlab, uning o'zini ayiblash va kaza qilishning o'zi uni texnik joyillashtirib, munofiq bo'lishga olib borganligini Alloh taolo bilganligi uchun shuni la ikraha majburlash yo'q deyishning sababi mana shu. Bizda
biz kichigimizda tortib boshlaqku nimada bir mahallada bir odam 3 kun jamiga bormay qolib qolsa, 3-chi kun imom mazin bir bo'lib 8-10 odam uyga assalomu alaykum deb yo'qlab keldi deb kirdi. Shunda odam o'zi xijolatchidan o'layotgan. Shunda o'zi ayt boshlab yana shu jamiga bordigan gap. Tamam jamiga borsin, yaxshi bir nasihatni qilsa o'ta yaxshi ish. Ammo u odamniki namozga chiqolmaganlik va kaza yoki namoz o'qimaydiganlik sababidan u odamni haqoratlash, ayiblash va kaza ishlarni qilish Qur'oni Karimga tamoman zid, majburlash texmi og'ir xatolik. Nima uchun degan vaqtda majburlagan vaqtda u odam aslo o'zi bir nim bo'lmaydi. Samimiy bir musulmon bo'lmaydi. Shuning uchun haqni so'zlab qo'yish, yetkazib qo'yish bu bir vazifa, ammo majburlamoqlik emaslik u haqni yetkazishniki eng oxirgi nuqtasi. Mesela hadislerden arılarda bir hadis var. Sizin kelgüsüde şundak bir cemiyetin görüşlüki bir ayal mehremsiz mayadan ayağa baralaydıgan vaziyetinin şekillerinde degen bir bayan var. Bu hem hadis kişinin metrop hadise kelimesi hep buna pişman kıldığanlar özü gibi olsun. Lakin biz Asya memleketlerde bir dükkan kirip çıkıp boğuça ayağımız mesela biz teşhir ballarımız qarab turib yoki mashinada o'tirib turib sen chirib chiq degin olmaydi. Ay musulmon davlatlarda. Lekin men g'arb davlatlarda degin bo'ldi. Ya'ni salomat xili yerga qadar berib kelman desa hech kim hech qanday bir daxl taruz qilmaydi. O'sha yerda bexatarlik bu axloq hamma narsa gerçek kişilerin nazarlarda voy mandaken andaken degan bilan insonlarning haqqiga hurmat qiladigan bir vaziyat shakllanganligi shunday bir jamiyat barpo qilinganligi uchun odamlarda xotirjamlik bor-da. Albatta. O'tganda namoz o'qib qo'yguncha kashimni o'qib qolsam degan vasvasada qolamiz degan gapni misollar o'tib ketdik. O bir kichik tarafi hatto ahlimizning, ya'ni bizning shariatlarimizning kima daxl ta'zir uchirishi şu qarindoshlarimiz musulmon mamlakatlari da'vat qilganda eng ig'ir taxir. Evet. Misal kelib yashab boqmagan insonlar bizni hozir fitna qildi deyishi mumkin. Ko'rib boqsa, yoki surist qilib boqsa, bu yerda ma'lum bo'ladi. Albatta inson bayada yana hammasi undaq bo'lib ketolmaydi. Ba'zan qoidaning sirtiga nimasiga chiqib ketadigan hayvonlarga ig'ir kelgan insonlarning jamiyatda qalaymiqanchilik paydo qilib ba'zi ishlarni sodir qilib qo'yishi hamma yerda bor-da. Ama umumlaşkan ahvali, umumyüzlük örf-adep yoki insonlarniki fikir, ina singib ketgan qoidasi nimasi boshqalarga haqqi tajovuz qilmaslik. To'g'ri. Mo'shu tarafda bu g'arb o'lgu bo'ladi, o'lgu bo'ladi. Bular mo'shu sharq yoki musulmon davlatlari deyotgan hokimiyatlarning haqiqatan buni nuqib qo'ydi bular mo'shu jamiyatni barpo qilish o'rniga o'yladi. Onun için biz bu program başlandığında ta'kidlarga yana bir muhim noktadan birisi ko'rsatilgan asli nishonga qarash. Ko'rsatkichi barmoq qarab turilish emas, balki ko'rsatilgan nishonga qarash tashabbusi bo'lib keldi-da. Bu shu bo'layotgan butun sodir bo'layotgan masalalarning hammasida yana mush chemberning ishidan chiqolmoqlik bizning xatoligimiz uchun. Albatta. Bu jamiyat masalasida mana shundoq. Jamiyat meselesinde var. Nemini nişan qilganligiga qaramoqlik, kimni ko'rsatganligiga qarab turiblar. Shuningda onun Marksni chaplab qo'yib turib, boshqa narsani dunyo bozoriga silib, insonlarni qaymoqtirib tegdik. Bu yerda nima qilsak yana ko'rslab ketib qolamiz. Endi jamiyat aloqalar yana insonning huquq majburiyatlari haqidagi mazmun qoldimi yoki atlabida ketib qoldimi deb qarshilik qilib. Yani misalan ajnaq bir jamiyat barpo qilish uchun biz nima ish qilishimiz kerak degan gap bu yerda deyildi. Masalan Qur'onning hukmi bo'yicha boshqalarning din, aqida, milliy farq, urf-odat qatorliqlarga tajovuz qilmaslik, ya'ni kishilik haq-huquqqa hurmat qilgan bir adolat barpo qilishni shu ajnaq bir jamiyat barpo qilish deyildi-da. Bunga nisbatan bizdagi majburiyat nimanda? Huquqimizni biroz tushundik, hammadan asosan mening haqqim deyish haqqimiz bor ekan-da. Bu faqatla bu yerdagi majburiyatimiz nima bo'ldi? Majburiyatimiz nima bo'ldi degan vaqtda majburiyatimiz o'zimizning haq-huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qilish va boshqalarniki haq-huquqqa tajovuz qilmaslik bu bir majburiyat. Ya'ni naashliq uchrasak
bo'ptilar deyib o'tishga bo'lmaydi ekanda. Bo'lmaydi. Uning uchun Qur'oni Karimda misol o'ltirgan bo'lsa uni qisas ilish, u o'g'ilgan bo'lsa uni jazolash va kaza ishlar nima uchun qo'yildi degan vaqtda u zodi qilgan ishi qarta uning jazosini chekish u bir uni haqqi degan gap. Misol bir odamning bolasi bir eski ishni qilib qo'ygan bo'lsa uni ota-onasiga urug' tuqqanlar o'g'anlar yo'shirdi. Yo'shirib tiqib olib, boshqa yerga chiqarib deb qilgan ishlar jiq. Shu musulmon mamlakatlarda parxo'rlikdan toza necha million davlatni pulini o'g'ilgan o'g'ri go'yilning o'zini o'g'ri go'ylar Yevropa davlatlariga chiqib panohlik tilaydi misol. Yani mushlarning hammasi nima degan vaqtda davlatni vayron qilish uchun ashunday bir ishni qilgan insonlarga jazoni o'zini naq shu maydonda berolmaganlikning o'zimi bir o'zi uni haqqini berolmaganlik chiqdi. Shu odamning haqqi nima desa, ashunday jazosini chekish aniq haqqi. Shuning uchun mening balam bir eski ishni qilgan bo'lsa, uni men uyda yo'shirib olish, u jinoyatni yo'shirish o'zim bir jinoyatchi bo'lishga yo'l manganlik qo'shish bir narsa. Shuning uchun balam bir eski ishni qilgan bo'lsa, balam ma ishni qilibdi, bir yomon ishni qilibdi. Buni jazosini loyiq chekish lozim. Deb buni o'tirga chiqargan vaqtida u yer bir adolat paydo bo'ldi. Balam ikkinchi qadamda unda ishni qilmagan gap. Men uni qancha yo'shirib qoldim-mi? Bir qatim qutuldirib qo'ysam, bo'ldi. Undan keyin o'zi u ishni davomli qilgan bo'lgan gap. Shuning uchun biz davomli g'arb davlatlarida uzun muddat yashagandan keyin bu yerdagi narsalarda masalan bir odam jinoyat o'tkazsa, jur'at berib boshqa bir davlatga sig'inganini ko'rmoqchi. Ama musulmon mamlakatlarda anda bundoq ishlarni bepushquni kiyib, bepushquni kiymaydi mayoq qochadi. Bu intayin o'zi eski bir ish. Yani birisi misol bayatni daydab bir nima qildimi shu haram ko'rgan vaqtda misol shu nimaniki shu Yevropadagi turklarniki kompaniyalar var, shularni berib qolsa, shu haram ko'rgan vaqtda nima deydi desa, taksiga chiqqan vaqtda birinchi o'zi sil chiqqanlar oxirida o'zi ayolingni chiqsin. Tushgan vaqtda birinchi ayolingni tutsin, undan keyin sil tushing deydi. Nima uchun? Sen oldi tushib, ayoling oxirida qolib qolsa, uni epqash ketadi deydi. Hammasi unday emasdi, lekin ashundaq askinlar bor degan gapda ayda. Uni misol mana o turkniki nemisda bir xotin yo'qolib ketib, bir zamonlarda o turkniki mana nemisda televizorda ko'rsatdi uni. Yo'qolib ketib, shuni o qancha 10 yilmi bo'pti. O xotinning qancha bolasi bor ekan, eri qaytib kelibdi, o'lib ketgan o'xshaydi deb. O 10 yillik o'tgan vaqtda o xotin oshkor bo'libdi. O xotinning o'zini ashada uyga olib, uydan chiqolmay 2-3 bal tuqqan gap xotin. Demek bu ishlar hamda g'arb davlatlarida o saranglar yo'q degan olmaydi. Bu yerdan bo'lishi mumkin, lekin bizga uchirmadi. Ama bu musulmon mamlakatlarda bunday narsalar bor. Bunday desa, bu sen davomli qilmasa musulmonlar eski deydi. Eski deganlik emas. Bu yerdagi narsa nima desa, xatolikni biz xatolik deb tunishimiz lozim. Bu yer eski ishni eski ish deb tunishimiz lozim. Eskilikni qilishimiz to'g'ri emas, deya olishimiz lozim. Ya'ni bizdagi diniy sohadagi insonlar jur'atli bo'lish lozim. Xatolikni o'zini, ya'ni tarixda o'tgan diniy sohadagi insonlarniki o'tkazgan xatolikni mana shu xatolikni o'tkazgan xatoti deya olishi lozim. Men shu vaqtda biz to'g'ri yo'lga mang'alaymiz degan gap. U mollalar olsa, dinda o'qiganlar olsa, u qilishning hammasini to'g'ri deb, xato ish qildi desa, uni o'zini tillab o'tkizish hech qanday hojati yo'q. Xatolik tunish noyati o'zi cho'ng bir ish. Qur'oni Karim deydi-ku, Payg'ambar alayhisalom misol. Sen ularni afv qil, ulardan ham sen nima kechirim so'ra deydi. Fa'fu anhum vastagfir lahum degan oyat var. Bu nima degan vaqtda sen ularni afv qil deydi, lekin sanatni o'tkazgan bo'lsa, sen ulardan kechirim so'ra deydi. Men degan payg'ambar nima qila olaysan? Deyishingga huquqing yo'q degan gap. Sen inson sanatdan bir narsa o'tishi mumkin, bir xatolik. U vaqtda sen millatni oldida sen kechirim so'rashing kerak degan gap. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda
hatalığı tunuş bu naati bir yaxşı bir iş. Hatalığını oturup koygan bir adamın hatalığını mesela mani sen manda hatalık ötkezdin diğer adamını düşman tutmay aşmınık en yakın dostum ki diyalışının özü çödüse o naati özellikle jürek talep kıldıgan, cesaret talep kıldıgan bir narsa bu. Peygamber bir nimba bir rivayet var misal Peygamber Aleyhisselam'ın ne aşı Abdullah Mektub'daki sebebinin eyüplanganda Ebese ve tevella en ca'al a'ma diyen ayet düşke vaxtda eyüplangan diyen bir nimba. Peygamber Aleyhisselam davamlı aşı adamı körse hürmet kılattı diyen bir gepli var. Nima üçün diye vaxtda muş adamın sebebinin ben bir hatalığımdan yenip aldım, hatalığımını ben tüzütüp aldım dep hoşulukta. Biz diyoruz ki ma hatalıysa ötkezdinse ma goyunma murtet, murci, kafir, dünya bütün kalpağını kaydirip o adamı piper kıldı misal. Hakna aldıda mener gaya kıldı dep bir ömür onun nefret koymuş. Şunun için bu yerde hatalığın tunuğan insan nim kıldıysa derhallıkın doğru yolu tek mağargan gel. Ma hata ki ma mağa yolum onda kız doğrusu nerede dep öz izdindi derhal doğrusunu tek mağargan gel. Onu o hata yoldan bir adam özü agahlandımızsa o hata yolunu davamlaştırıp kitili verdi. Şuna Kur'an'da bir ayet var. Ula öz kığa işinin sebebinden o neme aktığı yananmaydı dedi kan. O neme dese o yeni çıkan nurgulgan musaf ketilen gep öyle. Yanıgdek hal kalmaydı da nurgulgan cinayetini ötküsü boğan hem onu yanıma dese akıdaki insanlar onun özüne kandak kılgalığını kılıp o özündeki nefsi balasının sebebinden akı yanamaydıgan halet kip kaldıgan gep. Şunun için özü bir insan şunda hatalık kılgan dikenler yani bir etrafındaki Allah'ın olsun bir adamın özü manıma sen hata kıvatsa vay annanı güyürme madar devarı demezsen doğru mu diyen gibi burası ben hata kıttım diyen deseler derhal özü doğrusuga ödem kaytalaydigan gep. Bu özü naati bir yaxşı bir nerse. Şoňa hatalygyny köstüp koygan adam onunki naati yaxşı bir dostluk buluş gerek. Bu hatalygyny köstüp koygan adamny hakaret kılıç, tillaş bu özü naati igri bir cinayet. Mesela Kur'an'da bak Musa Aleyhisselam'ın nemesinde. Musa Aleyhisselam aturtegini kelgen wagtda Bani İsrail mozaq çokunup ketkendikin berip inesindeki sakalını tutup söyleydi. Söyleyen wagtda Huda hakkı sakalını kuyup etken sen nime sen milletimni aldı da ma halkyny aldı menin özüne osol halat düşürüp koydu. Meger özü bu jimtumgan bolsam meni öldürüş mümkin deydi. Digen wagtda Huda meni ve ma kardeşimdeki hatalygyny keçirgen deydi. Derhal akka işin hatalygyny Musa Aleyhisselam his kıldaydı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hem de Kur'an'daki cemiyetini mesela Kur'an 23 yılda nazil bulundu mu? Aşı Medine'deki aşı devlet, aşı cemiyetinin kuruluş için mi? Mekke'deki 13 yıl. Ondaki Medine'deki 10 yıl. Şu dakika. Mesela Kur'an Mekke'deki nazil olan ayetler karışık adılan insanlardaki üzünü, öz nefsini, üzünü terbiyeleş, şahsi, individual, özelliği üzerine bilen boğan, yani kalbedeki şirikni yukutuş, bu cihetlik ayetler cekamlı şu. Nimenin şiriklerlikini ögütüldü. Yani Medine'ye gelgende o yerde hem de bir cemiyet kurulup, bir devlet kurulup o yerdeki insanlar birbirininki hak hukukuga dahil kılmaslık, teröriz kılmaslık, o doğruluk andaki Medine sözleşmesi toxtamı şekillenip şu işe hep meňilgamda cemiyetni üçin. Doğru. Şoňa bizim Kur'an'ı okuganda şu Kur'an sen onu kanda qarayla bilmeýme. Nazil buluş tertibi boýunça hazırki mushaf emas. Mushaf kolumuzdaki mushaf tertibi boýunça emas. Nazil buluş tertibi boýunça Mekki ayetlerini bir okup etip onundaki Mekki sürelerini bir okup etip onundaki Medine'den de nazil olan süreler müşterekli bir karab bir Kur'an'la kaydeden okup çıksa aşo Kur'an'ın talep kılgan cemiyetinde kuruşumuzga
to'g'ri qadam atgan bo'lamiz deb o'ylayman endi. Sizlar To'g'ri, qanday qaraylik uni? to'g'ri. Bu halqi nurg'un masalan bizniki hozir tashkilot deymiz. Bundaq narsalarda, bundaq ishlar mavjud. Vatanda tashkilot qurish shundaq shu bosqichlarni boshdan kechirdi. Misol bütün şu davlat qurgan rahbarligi tashkilot qurish jarayonlarini misolga olsak, qo'lga huquq chiqishi orliqda u o'zining nizomnomasiga sodiq bo'lish, nizomnomani yaxshi o'rganish, shuni qarta ish tutish ishlari to'g'riliq nurg'unlagan tavsiyalar bo'lindi. Hamda huquqni qo'lga olgandan keyin u yerda jamiyat tartib solish bosqichiga kiradi. Kirgan vaqtda u vaqtda ikkinchi bosqichga kirgan bo'libdi. Shuni o'z davlatni ichida jamiyatni har xil o'z diniy e'tiqod yoki har xil partiya va davlatni misol qilgan vaqtimizda har xil partiyadagi insonlarni qandaq bir jamiyatda tutib turishning o'zini u yerda o'ylashadigan gap. Shu vaqtda hech bir partiyadagi insonlar yana bir partiyadagi insonlarga hujum qilmaslik, hammasi o'zining partiyasiga sodiq bo'lish va boshqa partiyaga hujum qilmaslikka o'xshash bundaq narsalarni tavsiya qiladigan gap. Shu Yevropaning ichida misol bir yerda o'ltirib shu mo'yindaq qo'llarini shiltish birisiga zodi shunchalik vaqirab jaqirab shundaq qilib ketsinmi parlamentning ichida. Parlamentdan chiqqandik hammasi bu yerga kirib paranglashib o'ltirib qahva ichib o'ltirdi. Nima uchun degan vaqtda ular o prinsipni bildi. Bu yerdagi narsa jamiyat tartib solish uchun qandaqan yaxshi bo'lishning o'zini, qandaqan texmbek yaxshi bir jamiyatni vujudga keltirish to'g'riliq birisiga ayda vaqirishayotganda maqsad u yerda birisidan o'chirish emas, jamiyatni yaxshilash bo'lgan gap. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke devri, Medine devrinin özde o iki xil şekilni oturup koydu. Bu yerde Mekke devri asasen Peygamber Aleyhisselam kolda hiç qanday hukuk bulmagan, fakat öz insanlarga İslam'dan ibaret bir prensipni öğütüyotgan bir zamanga to'g'ri keldi. Onun için u yerde onu qanday öğünüp özniki Allah'a bo'lgan sadoqati va qiyomatdagi asosan jannatga kirish va kaza ishlar ko'pincha shu Mekke'de bo'lgan vaqtdagi Mekke davridagi oyatlar jiq tilga ilindi. Medine'de andakin o'zi davlatni qurgandan keyin uningda ma dunyodagi ishlar, g'alba ishlari jiqaroq tilga ilindi. Chunki davlat qurgandan keyin uningda qilgan ish boshqacha bo'lgan gap. Shunga bu yerda tashkilotniki qurilish jarayoni bilan nima taraqqi qilish jarayoni bilan uniki amalga eshish, g'oyani amalga oshirib bo'lgandagi jarayon ikkisi ayrim selishtirildi. Nimada tarix kitobida shu tarix tabriyda misol Medine davri bilan Mekke davrini nihoyat yaxshi selishtirgan bir mavzu bor ekan. Ashning o'zi nihoyat yaxshi debdamma. Hokimiyat qo'lda hokimiyat qo'l olgan vaqt bilan qo'lda hokimiyat yo'q vaqtdagi o'tirishlik farqini o'zini nihoyat yaxshi tushundirganda. Allah razı olsun. Başka sual mines var mı kardeşim? Ahmetcan. Hı. Tamam. Hem de biz mi hele küçavatımız bu doğruluk hem de şu şahsi yüzümüzdeki şahsiyetini, yüzümüzde ahlakını yitildiriş için elbette başka kitaplarıma karayımız meyli o başka devletlerde yazılgan olsun. Meyli bazarlı kitap olsun. Ama asasında Kur'an-ı Kerim'deki yüzümüzü terbiyeleş, yüzümüz yitildiriş, ondaki başkalarla bana münasebet, bu doğrulukma nurgulluğun ayetlerinin bağlılığını biz Kur'an'ı kolumuzga alıp okusak, o bizge bir aşkar oldu hem de şu. Doğru. İnşallah kıyırındaşlarına mesela ben Kur'an'la şu nazil oluş tertibi uyuşa okuşunu tavsiye kılma o bir. Ondan keyin pasif yaxshidan aktiv yaxshiga degan maktabni tarjima qilib qo'yaylik biz. Hatto ovozga qo'yib qo'yaylik. Uni o'qib chiqishini tavsiya qilamiz qarindoshlarni.
Qo'shimcha deydigan gapim shu. Boshqa Yani gap bir bo'lmasa, yani bir Qur'oni Karim tushunmoqchi bo'lsa insonlar Alloh mhm, taoloning qudratlarini tushunishga to'g'ri kelgan vaqtda buni ilm bilan tushunsa, bu nihoyat yaxshi tushuna oladi. Chunki o sohada Alloh taoloning o'zi qudratlari ilm talab qiladi. O sababdan har xil sohadagi ilm bilan munosabatlashtirib o'zi tushunsa yaxshi tushunadi. Ammo Qur'ondagi voqealikni tushungan vaqtida tarixni mhm, tushungan nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki masalan Musa alayhissalomning voqealigini tushunish kelib qolsa, Misr tarixini bir ko'rib chiqsa yaxshi bo'ladi. mhm, İsrail voqealigini Qur'ondan o'zi tushunishga to'g'ri kelsa, Yahudlarniki, İsrailniki kelib chiqishi va hokazo tarixini o'zini o'qib chiqsa, u texma yaxshi amaliyotga uyg'un holat tushuna oladi. Bo'lmasa Qur'oni Karimda nurg'un yerlar bor. Onun o'zida xuddi nima deymiz, bir fantaziyaga o'xshash ba'zi yerlarni ashundaq o'zi tushunib qoladi. Shunga bu Qur'onniki masalan İbrahim alayhissalom ashundaki voqealigini tushunishga asmo misol shu o'z vaqtidagi Sumerlarniki tarixini o'qishga to'g'ri keladi. Ondan keyin Babil nemesi deydi, aşındaq tarixlarni bir o'qib ko'rsa, İbrahim alayhissalomniki nima tarixi voqealigini o'zini yaxshi tushuna oladi. Shuningga Payg'ambar alayhissalom tushunishga asmo shu O'tir Sharqning tarixini, Arab tarixini bilish kerak. Masalan, mhm, to'y qilish va hokazo ishlarning o'zida shu vaqtdagi urf-odat narsalarini tushungan vaqtida nurg'un sohada deb shu vaqtdagi urf-odatga asosan jiq narsalarga o'ng'ay qoyil bo'ldi ham uni nima o'zini tushunchasining ichiga sig'dira oladi yoki bo'lmasa hamma narsaning o'zini masalan arabning urf-odat narsa-keраklarini uyg'ur urf-odatga sepib turib tushunish bu o'zi xato bir tushuncha paydo qildi. Ondan keyin o'zi u zamonda bo'lgan ishning o'zini misol Payg'ambar alayhisalom osmon jismlarini Qur'oni Karimdagi oyatlar orqali osmon jismlarini kishilarga so'zlash orqali Allohning qudratlarini so'zlash orqali har xil shu vaqtdagi narsalarni so'zlash orqali insonlarga Allohning bor birligini, Allohning qudratlarini o'zini tushundirganlik Qur'oni Karim shunday voqealikda bayon qilindi misol. Buning o'zini tushungan vaqtda Peygamber Aleyhisselam şu zamandaki ilimga asasen tushundirganligini tushunish lozim. Çünkü mana osmon jismlari haqida misol mush Qur'ondagi va shams tajri li mustaqarrin laha zalik taqdirul azizil alim degandek ashundaq oyatlarni nimqa vaqtda shu vaqtda shundaq narsani tushunadigan bir qobiliyat bormi degan to'g'riliq to'xtalgan vaqtimda u vaqt undaq narsa yo'q, unchalik qobiliyat yo'q u vaqtdagi insonlar degan tushunchada edim men burungi vaqtlarda. Keyin men Misr tarixini o'qigan vaqtimda u milodiydan 3000 yil burungi va jarayonni o'qigan vaqtida u Misrda astronom ilmi xalq taraqqiy qilgan bir zamonlar bo'lganki. Demakki nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom zamonasida deyilgan nurg'un so'zlar shu zamondagi ilmiy ilm deb atalgan narsalar orqali tushuntirilganligini bayon qiladi. Ya'ni uniki hozirgi zamonda bu xato emasligini hozirma o'zi shunday tushunishga bo'ladi. Shunga mhm, bir narsani tushunish kelsa, shu jarayondagi, ya'ni har narsa shu zamondagi narsalarga moslashtirib, uni shu o'rindagi ahvolni birlashtirib tushungan vaqtda nihoyat yaxshi bo'ldi. Mesela salla uğraş, Arap'ındaki Peygamber Aleyhisselam salla uğraşları, sakal koyuşları, tögünü yiyişleri ve keza bundak neslerindeki tögün minişleri ve keza işlerini düşüngen vakti mı? Bir şu zamandaki Arap cemiyetini tasavvur kılış, bu nayet yaxşı bir iş oldu. Arap cemiyetini tasavvur kılış vakti bütün Arapların salla uğraydıqanlığını, o Peygamber Aleyhisselam yalnızlı salla uğramağanlığını, onun için o salla uğraşındaki bir sünnet diyen bir narsa emasliginin özünü aşağıdan çıkarıp alaydı insanlar. Çünkü hem bir narsani faqatla Peygamber Aleyhisselam'dan başlap, Peygamber Aleyhisselam insaniyetinin başlanışı, Peygamber Aleyhisselam ilimnin başlanışı, Peygamber Aleyhisselam insanlarını insan kılışqa birinci başlayan insan ko'rgan vaqtida
hech qanday bir narsaga hech qanday bir o'zi tushuncha u odamning kallasiga sig'maydigan bo'ldi. Çünkü o Peygamber aleyhisselam insaniyetinin birincisi emas, peygamberinin birincisi emas, insanlarını ahlak çakağı adamın birincisi emas, ilmi çakağı adamın birincisi emas. Onundan burunmu nurgulga ilimler boğan. Misal şu Mısır'da bir önlüki kavrillerini gördüğün bolsa 20 tonna, 30 tonna taşla aşağı durdu misal. Şu zamandaki bir terakkiyatniki nemesi? 30 tonna taşını neyim bile ekegende o diye vaxtda o adam onu oylusu boldu. Demek insaniyet el-qiyma mollunun jıqip var. Cahiliyet devri, İslamiyet devri, cahiliyet devri şundak bir ifade. O Peygamber Aleyhisselam'dan burun bütünley cahil insanlar hem mesela şu kodu poxya yüzgendek aynı hissildi. Bunda emas. O zamanda mı naydı zor özü terakkiyatlar boğanlığı mesela Muqtas degan kitabını köge vaxtında mı Atlantik Okyanının özde Muqtas qandaq vayron bo'lgan u vaqt qandaq o'zi bir jamiyatlar qandaq taraqqiyotlar bo'lgan shu hozir suvni ostidagi narsa suratlar turdi-ku. Misol ashunadimi insonlar bilib olaydi. Demak insonlar davomli o'zi taraqqiy qilib turgan, vayron bo'lib turgan. Uning uchun her narsaga payg'ambarni qilgan, payg'ambar her narsaga boshchilik qilgan emas. Uning oldida boshchilik qilgan payg'ambarlar bor. Payg'ambar alayhisalom birinchisi emas. Dep bundaq tushirgan vaqtda uni odat normal bir odam deb tushirgan vaqtda hamma narsa o'rniga tushadi yani. Ona deb vaqtda. İlahiylashtirish bo'lmaydi misol. Dinsizlar bilan dinga qarshi kommunistlarninki ya kommunistçu aşılarning tushunchasi bilan o'xshash bir holatga kelib qolganda ular deydi Muhammed alayhissalom o'zi yozib olgan bu Qur'onni yoki islomni o'zi paydo qilgan deydi. Bu bizim Müslüman qarindoshlarimiz bu Kur'ansız düşüncelerde bu peygamberden hamma yaxshilik, hamma narsa shundan boshlangan deb. Onun aldidikini shu çöp kilometdan gap jahaliyet deb. Ma'nidikini saadet devri deb. Shunda deb mıg'ilgan gapda. Tasilamdi shu ashadlan to'qidaklam ayrılgan gap. Men shu Mekke'nin tarihi degan kitobni kitapxonada qarasam, yangi musulmon bo'lgan vaqtimda qarasam degan tupes turk kitobdi. Bir 200 betlik kitap olmasa. Ama şu kitabını okugandan keyin yomon xo'shulab men Mekke'nin tarixini tushunib Beytullah'ın tarixini. Bu Araplarda burunma güzel ahlaklar bo'lgan ekan. Hatta ularda bir izg'i qarab turib, Mişiye'den kaçan adam ötken ya hayvan ötken aşı derecede bilaleydigan izçilik tarafı ekan. O bir. Onundan keyin bu üzünün sulalısının üzününki cemaatininki şecerisi deymiz biz soyad deydik o. Nesep. Yani nesepname. Evet. Nesep şunaslık ilmi o kadar tarih kılgan kenimdi şu. Şoňa o tüven qaraşqı bolmaydı eken. Hatta eğer birisi düşmanı olsun kilip onunda sen bana başpana olgan ben senden panahlık tileymen dese o üzününki panahlığı alsa başka bir cemaatnin kilip onun çıkılanmaydı eken de. O derecede eken hem de. Bularını okup degen ben jek bilimlerge igi olgandım hem de. Şoňa degende ki o şu tarihi, coğrafi her xil ictimai muş jihatlerdeki bilimlerime igi olsak tehim yaxşı düşüneleymiz hem. Doğru. Allah razı olsun. Da olsa başka. Söz deyimizse Kur'an'ı düşünüşke kadar biraz mezmun kirip kaldık. Ben ilgili Kerim Ustaz'dan çıkıştan ilgili bu yeşim nerede o? Mesela el kılıştan, dinini düşünüşten, bizim istikbalımıza cevap tepişten yeşimi nerede o? De izdiniz ceryanlarda şu Peygamber Aleyhisselam ekkep bizge tapşırtmaga amanet kolumuzda. Bunda olan ki bizde fakat tertip yok. Ay tertibini düşünsek
He. Bu uçağda biz yişimini tapalaymayız degan bir narsa kallam kelib, buni biraz tatlab dikaman bir mahal halicha qadamlardan surish qilib degandek. Lekin oxirgi javobga yetolmagan uningda. Endi bu nimaga o'xshaydi ekan desa, burun biz maktabda o'qigan vaqtlarimizda hisob elish, ko'paytirish degan matematikada Xitoyning ko'paytirish usuli boshqa ekan. Facebookda nurg'un hisoblash usullarini ko'rdimda, hayron qoldim. Har qanday usuldan, necha xil usuldan qildikin, natija o'xshash chiqadida. Hmm. Yana oldidagi qo'shish, ko'paytirish, elish, bo'lish, grafikning ichi sirti yoki chambarning teshi degandek narsalarda, ya'ni tirnoqning ichi sirtida aytgandek bir formulani o'tirib qo'yib, buni yechishning usuli necha xil ekan? Bir xil emaskan bu. Lekin ashudagi qonuniyatni tushunib chiqib, shu qonuniyatdan o'z oldiga bir uslub paydo qilib, masalani hal qilib ketdilar matematikshunoslar. Men shunga ilomlanib, undan keyin masalalar chiqishgandan keyingi fikrlar bilan o'rtaq hozirgi mazmunga aloqador tarafida tushundirmoqchi bo'lsam, ya'ni qanday hisoblasak, natijaga borish eng muhim ekan. To'g'ri. To'g'ri bir hisob chiqarish. Shuning uchun nimaga bog'liq bo'ladi ekan u desa, oldi bilan son sifirlarni tushunish, son sifirlar zaten 5 mi yo bu 6 mi? 8 mi yo 3 mi? Aniq qo'shuni son sifirlarni. Qo'shish ko'paytirishning qonuniyatini tushunish, tirnoqlarning ichidagi qonuniyatlarni tushunish masalanchi, mushu narsalarning ichidagi qonuniyatlarni tushungan vaqtimizning o'zida, andan keyin o'sha eng to'g'ri natijaga bora oladi ekanmiz. Xuddi shuningdek shu payg'ambarlar qilib ketgan chora usuldagi uslublardan biz ishdan qonuniyatini tushunib chiqadigan vaqtimizda bugungi ishning yechimini topa olganligimizda qanoat keldim men hisobda. To'g'ri. Shunga o'xshaydi ekan. Shunga agar shu matematik sohasida nazar solgan qarindoshlar bo'lsa, mana gapni bir o'ylashib baqsa, masalan, hozir degan gapimizda. Endi bu programmada shunga o'xshaydigan nurg'un ipuchlar berildi. Samimiy insonlar bundan albatta manfaatlanishni biladi. Biz faqat yetkazuvchi deyishdik bayatni yerda. Eng muhimi o'zimiz deb ilyapmiz. Hammaga shikkanlar. Men Allohga emanet. Assalomu alaykum. Allah razı olsun. Nayt yaxshi bir ders oldu. Başqasını qo'shib qo'ydigan gap bormi? Yo'q. 74. ders ilanini 74. dersni biz shu nimada tuzumlar ustida bir to'xtalaylik. Tamam. Bizniki xalqimiz, ya'ni bo'lib shu diniy sohada o'qigan qarindoshlarimiz butun dunyo tuzumlarning hammasini islom diniga qarshi yoki islom dinini yo'q bo'lish uchun bunday kelgan deganga o'xshash har xil qarashdichu. Men u sohada mesela sosyalizm deymiz, komünizm, kapitalizm deymiz, liberalizm deymiz, modernizm, postmodernizm deymiz, laik deymiz, shunday tuzumlarning o'zini bir qatim tunishib o'tsak, bu yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin hozirgi jamiyatda shu Qur'oni Karimga masalan eng yaqin bo'lgan tuzumlar qanday tuzumlar? Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan tuzum hozirgi tuzumning qosiga to'g'ri keldi misolda. Bunday narsalarni bilib qo'yish nihoyatda yaxshi. Kelajakda bizga asqatish mumkin bunday narsalarchi. Tamam. Anda o'z qadrli qarindoshlar, 74. dersimizde ya'ni hozirgi bağ olgan etrafımızdaki cemiyetler, devletlerinin tüzümleri to'g'risida Qur'ondan nazar tashlab chiqadi ekanmiz. İnşallah 74. dersde görüşküçe aman bulunlar. Özlerine rahmet ustaz. Allah'ın özlük emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.